yo'nalishini alohida huquqlar talab etadigan va kasbiy ijodiy imtihon topshiradigan davlat oliy ta'lim muassasasini belgilaydi. Ikkinchi bosqich bugungi umumiy ovozli chatimiz birinchi bosqichda, ya'ni ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha abituriyentlarimizni qiynayotgan savollar, ma'lum bir tushunmovchiliklar bo'lsa, shularga oydinlik kirish maqsadida yaratildi. Ikkinchi bosqich bu test sinovlari o'tib bo'lgandan so'ng davom etadi. Hozir aynan o'sha birinchi bosqich doirasida bo'ladigan test sinovlariga bo'ladi. Jamshidbek, sizda umumiy holat bo'yicha qo'shimcha bo'lsa, marhamat. Assalomu alaykum. Menda qo'shimcha mavjud emas. Agar savollar juda ham ko'p. Agar savollarni maqsadsiz o'zini vakolat doirasida savollarga javob bersa, tushunarli, chunki talabgorlarimizdan, abituriyentlarimizdan ham shuni so'radik. Hozir biz oldin kelgan savollar bo'yicha qisqa savol-javob tarzida boshlab o'tamiz va o'shandan so'ng albatta savolingiz berilayotgan vaqtida savolingizni qisqa mazmuni bo'yicha umumiy holatda aytib o'tsangiz, biz tezroq va ko'proq abituriyentlarning savollariga javob berish imkoniyatini bo'lamiz, chunki barchada vaqt masalasi ham bor. Marhamat, savollardan shunday narsa kelgan. Assalomu alaykum. Men ingliz tilidan ikkita sertifikatim ikkalasi ham qayd varaqada chiqib turibdi. Buning zarari yo'qmi? Agar mumkin bo'lsa, qanday qilib bittasini olib tashlashim mumkin degan. Bu bo'yicha sertifikatlar masalasida milliy sertifikatlar bo'yicha qisqa tushuncha berib o'tamiz. O'sha agentlikda myuzbmb.uz nuqtasida o'sha saytida ro'yxatdan o'tgan abituriyentlarimizda milliy sertifikatlar o'zining shaxsiy kabinetlarida chiqib turadi. Ya'ni bu bo'yicha o'sha milliy sertifikatingizda ikkalasi ham chiqqan bo'lsa, demak ikkalasi ham B2 va undan yuqori darajadagi sertifikat bo'lishi mumkin. Ikkalasidan ham foydalanish mumkin. Ya'ni amaldagi tartib qoidalariga ko'ra B2 va undan yuqori darajadagi sertifikatga ega bo'lsa, aynan o'sha talabgorimiz ingliz tilidan so'ragan, bu yo'nalishi bo'yicha maksimal ball beriladigan sertifikat hisoblanadi. Buning hech qanaqa zarari yo'q. Siz uni olib tashlash, olib tashlamaslik hech qanaqa ahamiyatga ega emas. Navbatdagi savolimiz yana o'sha davlat oliy ta'lim muassasalari kirish imtihonida kimda IELTS 0 yoki boshqa fanlardan olingan sertifikatlardan foydalanmoqchi bo'lsa, 20-iyunga qadar oliy ta'lim imtihonlarida hujjatlarini registratsiya qilish kerak. 20-iyundan so'ng oliy ta'limga hujjat topshirsangiz sertifikatlardan foydalana olmaysiz. Shunday ekan, o'sha qanday qilsak bo'ladi degan shu xabarga qanday munosabat bildirasiz degan ekan. May oyi natijalari chiqqani yo'q. Xabaringiz bor, bugun hozir o'sha may oyida topshirgan, ya'ni 12-maydan 13-iyunga qadar imtihon topshirgan chet tilini bilish darajasini aniqlash bo'yicha imtihonlar natijalari e'lon qilinyapti. Ayni vaqtda o'sha e'lon qilishning o'rta bosqichiga yetib bo'ldi, ya'ni abituriyentlarimizning yarmidan ko'p qismi o'sha 50% desak bo'ladi. Sertifikatlar hozir sekinlik bilan yuklanmoqda. Bu yerda bir eslatib o'tadigan narsamiz bor. Siz milliy sertifikatni yuklab abituriyent sifatida ro'yxatdan o'tishingiz shart emas. Chunki kabinetingizda milliy sertifikatlar to'g'ridan to'g'ri paydo bo'la boshlaydi. Siz uni xalqaro sertifikat bo'limiga yuklab, ovora bo'lib, qo'shimcha hujjat qilib shart emas, to'g'ridan to'g'ri o'zimizning bazada mavjud bo'lgan milliy sertifikatlarga sizni shaxsiy kabinetingizda ko'rsatadi. Shuning uchun 20-iyunga qadar sertifikatlarni yuklash kerak degan narsa bu tavsiya sifatida berilgan. Chunki bilasiz, sertifikat tekshirish bo'yicha sertifikat ma'lum bir vaqt talab qiladi. Bu ayniqsa milliy sertifikatlarda umuman muammo yo'q. Bu sizga avtomatik real vaqt rejimida sizga tasdiqlanib beriladi. Lekin ayrim xalqaro sertifikatlarni tekshirish uchun ma'lum bir vaqt ketishi inobatga olgan holda 20-gacha tavsiya qilingan. Siz albatta 21, 22, 23 kunlar ham yuklashingiz mumkin. Faqat bitta tomonni, jihatni inobatga olishingiz zarur. 25-iyun kuni, oxir kuni soat kechasi 8 yoki 10 dan keyin sertifikatingizni xalqaroni yuklashingiz va uni tasdiqlanib qolish natijasida bu albatta qiyinchilik bo'lishi mumkin. Chunki o'sha vaqtda uni tekshirib verifikatsiya qilish uchun ma'lum bir texnik sabablarga ko'ra o'sha xalqaro imtihon saytining ishlamay qolishi yoki bo'lmasa ular bilan bog'lanish imkoniyati bo'lmay qolgan holatlarda buni tasdiqlanmay qolib ketish xavfini olish maqsadida biz sertifikatlaringizni imkon doirasida ertaroq yuklang ma'nosida berganmiz. Bu albatta tavsiya. Harakat qiling, agar xalqaro sertifikatingiz bo'lsa, uni ertaroq yuklashingizga, chunki agar qaysidir qismi kimdir sertifikatlarini 100 qismini yashirgan holda, kimdir ma'lumotlarni yashirgan holda
yuklaydi, buni albatta rad qilish kerak va bunga imkon bo'lib qayta yuklashingiz uchun imkoniyat bo'lishini hisobga olish kerak. Yana bir savolni o'qiyman va mas'ullarimizdan iltimos qilamiz agar savollarga javob beradigan bo'lsa. Assalomu alaykum. O'qishga hujjat topshirdim. Birinchi fanim ingliz tili, ikkinchi fan ona tili qildim. Agar fikrim o'zgargan bo'lsa, birinchi fanni ona tili qilib o'zgartirsam bo'ladimi? Ya to'lovni amalga oshirib bo'lgandim. Yana qaytib to'lov qilamanmi deydi. Habibul aka, bu bo'yicha agar ya'ni talabgor topshirib qo'ygan, hozir yo'nalishini o'zgartirmoqchi, to'lov qilganman. Yana qaytadan ro'yxatdan o'tib to'lov qilishim shartmi? Nima bo'ladi degan ma'noda savol yo'llagan ekan. Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchi qatnashchilari. To'lov bir marta amalga oshiriladi, hech qanaqa qayta to'lov qilish ehtiyoj bo'lmaydi. Ya'ni abituriyentimiz tomonidan o'sha fikri o'zgarib boshqa bir yo'nalishga yoki bo'lmasa boshqa fanlar majmuasiga o'tadigan yoki test hududini o'zgartirish, umuman o'sha qayta ariza topshirish bilan to'lovni bog'liqlik joyi yo'q. To'lov bir marta amalga oshiriladi va u abituriyentimizda o'sha qabul jarayonlari to'liq yakunlanguncha kiritadigan boshqa har qanday o'zgarishlarga ta'sir qilmaydi. Ya'ni bu yerda to'lov bir marta bo'ladi u yog'iga bemalol ma'lumotlarini qayta tahrirlash mumkin. Shuning uchun bu yerda to'lovni bir marta amalga oshirish yetarli. Rahmat kattakon. Yana bir savol talabgorimizdan abituriyentimizdan kelib tushgan. Umuman mana shu savollar jamlangan holda bitta savol kelib tushyapti. Men 2025-yilda joriy yilda bitirganman, lekin ro'yxatdan o'tish vaqtimda 2024-yil tamomlangan ko'rsatyapti yoki bo'lmasa kollej bitiruvchilar diplomi yakuniy imtihonlardan so'ng berilar ekan. 28-iyun kuni kollejda yakuniy imtihon bo'ladi. Demak, qabul tugab topshirib bo'lmay qolib ketamanmi deb savol beryapti. Mana shu savollarga bir oydinlik kiritib ketsangiz. Jahongir aka, Niyozov, agar aloqada bo'lsangiz. Assalomu alaykum. Qatnashchilari. Joriy yil bitiruvchilari tegishli tashkilotlar bilan integratsiya qilingan. 2025 o'quv yilini bitirganlar diplomini olsa ham, olmasa ham joriy yil bitiruvchisi deb ma'lumot beryapti. Agar shaxsiy jinoyatda 2024-yil yoki shu yil bitiruvchisi hisoblansa, lekin ma'lumoti kelmayotgan bo'lsa, shaxsiy kamoliyatida ma'lumotlarni yangilash imkoniyati bor, imkoniyati o'shani bosib ko'rish kerak bo'ladi. Agar undan ham chiqmaydigan bo'lsa, o'sha tegishli bo'lgan maktab yoki kollej, texnika bitirgan joyiga murojaat qilishga muvofiq bo'ladi. Ular chunki ma'lumotlar bazasi to'g'ri shakllantirilganda to'g'irlangandan keyin o'sha bitirgan joyiga murojaat qilib to'g'irlagandan so'ng shaxsiy kabinetga kirib ma'lumotlarni yangilashga bosib ko'rganda ma'lumot yangilanib 2025 nimasi bitirgan yerga keladi. To'g'irlanish o'rinda nima diplomini olish olmasligi ahamiyati yo'q, chunki o'zagi nimasi integratsiya qilgan. Bitta ikkita holatni uchrab turib shunaqa qaysidir oliy ta'lim nimasi maktabi yoki litseyi kiritmagan holat yoki adashdi 24-23 kiritib qo'ygan holatlar bo'ladi. Ularni o'sha vazirlikka yoki o'sha ta'lim muassasasining o'ziga mo'ljallanganini to'g'rilab shaxsiy kabinetda ma'lumotlar yangilab olish imkoniyati bor. Rahmat kattakon. Ya'ni o'sha abituriyentlarimiz ro'yxatdan o'tgan vaqtida kabinetdan yangilab ko'rsin yoki bo'lmasa bu yerda ro'yxatdan o'tish vaqtida 2025-yil joriy yil bitiruvchisi bo'lsangiz va ro'yxatdan o'tish vaqtida bu narsa ko'rinmasa, bu bo'yicha kabinetdagi shaxsiy ma'lumotlarni yangilab ko'ring. Avtomatik tarzda real vaqt rejimida kelishi kerak ma'lumotlar. Agar u kelmayotgan bo'lsa, bitirayotgan ta'lim muassasangizga murojaat qiling. Diplomingizni qo'lingizda bitirganligingiz to'g'risida yoki yakuniy davlat imtihonlari hali o'tkazilmaganligi to'g'risida ma'lumot hech qanday ahamiyatga ega emas. Sizlar o'sha joriy yil bitiruvchisi degan ma'lumotingizni bizga beradi. Marhamat, Jamshidbek, bu savol sizga ekan. Savolim shundan iborat: ko'pchilikda sertifikatlar soni turlicha. Misol uchun kimdadir bitta, kimdadir ikkita, kimdadir uchta. Shunda ular borgan binoda o'zlaridek boshqa talabgorlar bilan test sinovida ishtirok etadimi? Chunki belgilangan vaqt hammaga birga bo'lishi kerak-ku.
Ya'ni umumiy holatda hozir sertifikat har xil nima bo'ladi o'shani topshirganda deb aytgan ekan. Qisqa tushuntirib bersangiz, Jamshidbek. Assalomu alaykum. Rahmat savol uchun. Umuman abituriyentlarimiz qaysidir fandan sertifikatga ega bo'ladigan bo'lsa, bu umumta'lim fanlardanmi yoki chet tilidanmi, ular o'sha ozod qilingan fandan tashqari qolgan fanlarda imtihonda ishtirok etadi. Endi bu yerda faqat sertifikat emas, qaysidir abituriyentlarda misol uchun kasbiy ijodiy imtihon o'tkaziladigan yo'nalishlarga topshirgan bo'lsa, ular kasbiy ijodiy imtihonni oliy ta'lim muassasasida topshirib, 3 ta majburiy fan uchun test sinoviga keladi. Yoki respublika fan olimpiadasida g'olib bo'lgan abituriyentlarimiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha respublikada qaysi fandan g'olib bo'ladigan bo'lsa, shu fandagi imtihondan ozod qilinadi. Qolgan fanlarda imtihon topshirish kerak bo'ladi. Umuman shunga o'xshash bir qator holatlar mavjud. Abituriyentni qaysidir fandan imtihondan ozod qilish bo'yicha yoki abituriyentimiz qaysi fandan imtihondan ozod qilinadigan bo'lsa yoki bir nechta fanlarda imtihondan ozod qilinadigan bo'lsa, qolgan fanlari bo'yicha test sinovida ishtirok etish kerak bo'ladi va bu narsa agentlik tomonidan nazorat qilinadi. Ya'ni har bir abituriyentga qancha vaqt berilishi nazorat qilinadi. Bunda iloji boricha bular bir joyga o'sha vaqti doirasida gruppirovka qilinadi. Ya'ni bir guruhda 30 ta abituriyent joylashadigan bo'lsa, birinchisi 3 soatlik, ikkinchisi 2 soatlik, keyingisi 1 soatlik, keyingisi yana 3 soatlik bo'lib ketmaydi, chalkash bo'lmaydi. Bu narsa maxsus dasturlar orqali o'zini yechimini topgan bo'ladi. Va abituriyentlarimiz hech qanday xavotirga tushishlariga hojat yo'q. Imtihonga kirganda ular nechta test topshirig'ini ishlaydigan bo'ladigan bo'lsa, mana eng maksimal holatda abituriyentimiz 90 ta test topshirig'ini ishlaydi. Buning uchun 3 soat vaqt beriladi. Agar bitta mutaxassislik fani chiqib ketadigan bo'lsa, demak 30 ta bitta mutaxassislik fani va 30 ta majburiy fan qolib 2 soat vaqt beriladi. Va eng kam holatda deylik ikkita mutaxassislik fani, ikkita va majburiy fandan sertifikatga ega bo'ladigan bo'lsa, bitta majburiy fanni o'zidan 10 ta savol ishlaydigan bo'lsa 20 daqiqa vaqt beriladi. Bular hammasi agentlik tomonidan gruppirovka qilingan holda vaqtlar o'sha savollardan kelib chiqqan holda mos ravishda beriladi. Shuning uchun bu yerda bitta fandan sertifikat bor yoki ikkita fandan sertifikat bor, qanday bo'ladi degan savollarga hojat yo'q. Biz imtihonlarni tashkil etish va o'tkazishda, umuman tayyorgarlik jarayonida bu narsalarni hammasini hisobga olib, abituriyent uchun yetarli vaqtni ajratib beramiz. Rahmat. Rahmat kattakon. Yana bir savol talabgorimizdan bor. Ro'yxatdan o'tgandim. Biologiyadan sertifikatni ishlatmayman deb belgilagandim. Endi o'sha sertifikatni ishlatmoqchiman. Lekin shaxsiy kabinetda qanday qilib sertifikatni ishlatish bandini topa olmayapman. Agar bilsalaringiz aytib o'tingizlar. Ya'ni o'sha sertifikatni ishlatmayman deb belgilab qo'ygan talabgorimiz endi sertifikatni ishlatish niyatida, buni qanday qilaman, qanday amalga oshiraman deyapti. Jahongir, marhamat. Assalomu alaykum. Agar milliy sertifikatdan oldin rad qilgan bo'lsa, foydalanmayman yoki tezkor bo'ladigan bo'lsa, uni qayta tasdiqlash imkoniyati mavjud. Bunda tepada milliy sertifikatlar bo'limi bor. O'sha milliy sertifikatlar bo'limiga kirganda qayta tasdiqlash imkoniyati mavjud. O'sha joyda foydalanaman yoki rad qilaman belgilab qayta saqlash mumkin. Rahmat. Marhamat, yana keyingi navbatdagi savol. Meni xotin-qizlarga ajratilgan tavsiyanomam bor. O'qishga topshirganda imtiyozlarim degan joydan tavsiyanomni ko'rinmayapti. O'zi shunaqa bo'ladimi yoki ko'rinish kerakmi? O'sha masalani ham aniqlab ketsangiz, Jahongir. Xotin-qizlar imtiyozi o'zi 15-dan berildi, adashmasam. Xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan. Buni biz kecha o'tgan kuni oxirgi nimalarni tortib oldik, ma'lumotlarni. Kechadan boshlab so'zni boshlagan. Undan so'ng 2-3 kun oldin ko'rilmagan holat bo'lishi mumkin, chunki yakuniy nimasi chiqmagan bo'ladi. Tashxislarni tarqatish bo'yicha. Yakunda chiqqanligi sababli oldin ko'rmagan bo'lishi mumkin. Hozirda lekin 100% tavsiyanomalarni shaxsiy kabinet ko'rib turibdi. Agar ko'rinmaydigan bo'lsa, o'sha aytganimdek ma'lumotlarni yangilash mumkin yoki o'sha xotin-qizlar qo'mitasiga bog'lanib aralashtirish boshlanishi mumkin. Rahmat. Habibullo aka, keyingi savol sizga.
Assalomu alaykum. Ro'yxatdan o'tganda fanlar majmuasi degan joyda yo'nalish chiqaryapti. Men iqtisodiyotni tanladim. Endi keyingi bosqichda bank ishi, buxgalteriya yo'nalishini tanlay olamanmi? Umuman tanlov borasida umumiy qisqacha bir hozir tanladimmi yo'nalishni yoki nimani tanladim hozir degan narsaga qisqa bir tushuntirish berib o'tsangiz. Demak, abituriyentlarimiz tomonidan fanlar majmuasini aniqlash ya'ni qulayroq va osonroq bo'lishi uchun biz o'sha nima deydi yo'nalishlarni qo'yganmiz. Ya'ni fanlar majmuasiga mos bo'lgan umumiy yo'nalishlar nomlari chiqib turibdi. Ya'ni bu nima uchun qilingan? Bu abituriyentlarimizda o'sha man demak davolashiga topshirmoqchi edim yoki man buxgalteriyaga topshirmoqchi edim, man iqtisodga topshirmoqchi edim degan tushunchalardan kelib chiqib, aynan shu yo'nalishni tanlaganda fanlar majmuasini ko'rishligi uchun, ya'ni adashtirilmasligi uchun. Bu yerda abituriyentlarimizdan bitta narsani so'ragan bo'lar edik. Bu siz uchun birlamchi yo'nalish, ya'ni birlamchi yo'nalish deganda qanday? Fanlar majmuasini aniqlash uchun tavsiyaviy yo'nalish. Bu hech qanaqa siz bu yerda yo'nalish tanlamayapsiz. Bu yerda siz fanlar majmuasini aniqlayapsiz. Ya'niki o'sha iqtisod bo'ladimi, iqtisodga oid yana iqtisod o'sha yo'nalishimizda bilamizki, fanlar majmuasi matematika va chet tili. Demak, u bank ishi yoki iqtisod yo'nalishida belgilab turib fanlar majmuasini aniqlab olgan bo'lsa, keyingi bosqichda, ikkinchi bosqichda o'sha fanlar majmuasi doirasidagi istalgan oliy ta'lim muassasasining istalgan oliy ta'lim yo'nalishini tanlashi mumkin. Bu biz berayotgan o'sha birlamchi, ya'ni fanlar majmuasini aniqlash uchun belgilanayotgan yo'nalishlar iltimos. Bular birlamchi yo'nalish hisoblanadi. Bu keyingisida bemalol bu tanlandi hisoblanmaydi hozir. Faqatgina fanlar majmuasini tanlangan hisoblanadi. Ikkinchi bosqichda istalgan o'sha fanlar majmuasiga oid yo'nalishlarni tanlashligi mumkin. Rahmat kattakon. Yana bir savol, umuman sertifikatlar bo'yicha matematikani o'zbek tilida topshirib, yaqinda milliy sertifikat oldim. Bu sertifikatim iqtisodiyotni rus, yevro gruppasiga o'tadimi? Shu javob uchun oldindan rahmat debdi. Ya'ni bunga menimcha Jamshidbek matematikani o'zbek tilida topshirib, yaqinda milliy sertifikat oldim. Bu sertifikatim iqtisodiyot rus guruhiga o'tadimi? Ya'ni matematika yo'nalishi bo'yicha. Shu bo'yicha talabgorlar savoliga. Assalomu alaykum. Demak, abituriyentlarimiz bitta narsadan bilsa bo'ladi. Shaxsiy kabinetida shu sertifikat chiqayotgan bo'lsa, demak o'tadi. Agar soddaroq holda aytadigan bo'lsak, o'zi qanaqa mexanizm ishlaydi deb so'rasak, abituriyentlarimiz bu umumta'lim fanlarida milliy sertifikat imtihonida qatnashadigan bo'lsa, biz ularni deylik matematikani o'sha misolda berilgandek, matematikani rus tilida yoki qoraqalpoq tilida bilishiga emas, asosan shu fanni bilishiga urg'u qaratamiz. Matematikani qanchalik darajada biladi yoki fizikani qanchalik darajada biladi yoki biologiyani qanchalik darajada biladi, shuni baholab beramiz. Va amalda 6 ta daraja bor. Yo shu 6 ta darajadan birini olish mumkin yoki umuman sertifikat talabini bajarmasligi mumkin. Ya'ni qaysi fanni imtihonga kiradigan bo'lsa, shu fan bo'yicha bilimini baholab, o'sha qaysi darajaga to'g'ri keladigan bo'lsa, o'sha foizlari bilan birga biz sertifikatni beryapmiz. Yoki abituriyentimiz oliy ta'lim muassasasiga kirish imtihonida sertifikatdan foydalanadigan bo'lsa, demak sertifikat imtihonini qaysi tilda topshirganidan qat'iy nazar biz uni o'sha fandan yetarli darajada bilimga ega bo'lgani uchun, demak o'sha A+ va A darajadagi sertifikat bo'ladigan bo'lsa maksimal ball, B+, B, C+ yoki C darajadagi sertifikat bo'ladigan bo'lsa, o'sha proporsional ball beriladi. Agar bu birinchi mutaxassislik fani bo'ladigan bo'lsa 93 ballga nisbatan, ikkinchi mutaxassislik fani bo'ladigan bo'lsa 63 ballga nisbatan. Va mana shu yerda yana bir narsani qo'shimcha qilib ketmoqchiman. Juda ko'p abituriyentlarimizdan o'sha sertifikatdan foydalanishni tasdiqlash yoki rad qilish bo'yicha ham savollar ko'p kelyapti. Ya'ni va unaqa gap eshitdim, bunaqa gap eshitdim degan mazmundagi murojaatlar ham ko'p. Shu yerda mana yozuvda ham ko'rsatilyaptiki, abituriyentdan sertifikatdan foydalanishni tasdiqlaysizmi yoki rad qilasizmi degan savol berilyapti. Va albatta tabaqalashtirilgan ball beriladigan
sertifikatlar uchun va A+ yoki A daraja yoki Rush modeliga o'tgunga qadar berilgan 86% dan yuqori bo'lgan sertifikatlarga tegishli emas. Ular maksimal ball berilgani uchun bunda abituriyentning foydasiga o'sha sertifikat so'ramasdanoq avtomatik maksimal ball berilyapti. Abituriyentdan so'raganimizda u agar sertifikatdan foydalanishni tasdiqlaydigan bo'lsa, unga sertifikatdagi foiziga mos ravishda proporsional ball beriladi va asosiy imtihonda shu fandan test sinovida ishtirok etmaydi. Agar rad qiladigan bo'lsa, umumiy tartibda bu fandan ham test sinovida ishtirok etib, test topshiriqlarni yechish kerak bo'ladi. Va majburiy fan bo'yicha bir istisno holat bor. Aytaylik, abituriyentimiz matematika fanidan milliy sertifikatga ega bo'lsa va undan foydalanaman deydigan bo'lsa, bu mutaxassislik fani uchun ham, majburiy fan uchun ham qo'llanadi. Agar sertifikatdan foydalanishni rad qiladigan bo'lsa, demak bu mutaxassislik fani uchun so'ralyapti. O'sha my.uzbm.uz saytida chiqayotgan izohda ham e'tibor qaratilsa, o'sha mutaxassislik fani uchun foydalanishni tasdiqlaysizmi, rad qilasizmi deyilyapti. Ya'ni umumiy mazmunda aytilmayapti. Demak, mutaxassislik fani uchun rad qilgan bo'ladi. Majburiy fandagi matematika uchun esa o'sha maksimal ball tegishli tartibda beriladi. Bunda nimaga majburiy uchun ham отказ qilinmayapti deydigan bo'lsa, abituriyentning foydasi uchun, ya'ni abituriyent bar test sinoviga kirgan taqdirda ham maksimal o'sha fandan 10 ta test topshiriqni yechishi mumkin, maksimal 11 ball olishi mumkin. Shu sertifikat bilan ham o'zi 11 ball shundoqqina beriladi. Shuning uchun abituriyentni qiynamaslik, ovoragarchilik bo'lmasligi uchun uni majburiy fanda imtihonga qo'ymasdan avtomatik tarzda mutaxassislik fani uchun rad qilgan taqdirda ham majburiy fanda maksimal ball beriladi. Rahmat. Rahmat kattakon. Mana bir savol davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Men ro'yxatdan o'tgan edim oldinroq. Yaqinda 20-iyun kuni, ya'ni bugun savol kecha qoldirilgan. Ingliz tilidan 0 natijalari chiqadi. Natija chiqqandan keyin yana qaytadan ro'yxatdan o'tamanmi? Masalan, Jahongir yana qaytadan ro'yxatdan o'tishim shartmi deyapti. Natijasi bugun chiqadi. Bugungi natijalar my.uz saytida 100% ko'ringan, shaxsiy kabinetida kimdir oldin o'tgan bo'lsa, o'tmagan bo'lsa, agar birinchi yo'nalish chet tili sifatida topshiradiganlar bo'lsa, qayta ariza berish kerak bo'ladi. Agar misol uchun oldin uni boshqa turdagi sertifikat mavjud bo'lmasa, bugun misol uchun bugungi oxirgi natija bo'yicha agar undan yuqori sertifikat olgan bo'lsa, birinchi fan chet tili bo'lgan yo'nalishga topshirmoqchi bo'lganlar uchun hozirdan boshlab o'tishlari mumkin. Agar yo'q, unaqa holat bo'lmaydigan bo'lsa, shu ikkinchi blokka chet tili bo'ladigan bo'lsa, avtomatik shu hisobga olinadi bu narsa. Agar shaxsiy ko'rmagan bo'lsa, aks holda birinchi fan majmuasi chet tili bo'lgan yo'nalishda topshirmoqchi bo'lganlar uchun hozirdan boshlab bemalol kirib o'zgartirishlari mumkin bo'ladi. Rahmat. Yana bir savolimiz. O'zimning nomimda raqam bo'lmasa, telefon raqami bo'lmasa, topshira olmaymanmi o'qishga? Men o'sha kuni kirib topshirdim, boshqa odam nomida edi raqam. Endi MyGov'dan kirsam, bu telefon raqami sizniki emas deyapti. Shu bo'yicha aniqlashtirib ketsangiz, ya'ni o'z nomida sim karta bo'lish talabi mavjudmi bizda? Bu mavjud bo'lsa, qanaqa tartibda ishlaydi? Mavjud emasmi? Talabgorlarga ozgina shu bo'yicha ma'lumot bersangiz. Marhamat, Habibulla aka. Demak, ro'yxatdan o'tayotgan paytda abituriyentlarimiz istalgan telefon raqami orqali ro'yxatdan o'tish mumkin. Bu aynan my.uzbm.uz saytida. Endi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida u boshqacharoq, ya'ni u tizimga biza nimamiz yo'q, chunki u yerda bilishimcha o'sha telefon raqam o'zini nomida ekanligi bog'lab qo'yilgan, lekin my.uzbm.uz-da telefon o'zini nomida ekanligi yoki emasligi haqida hech qanaqa tekshiruv bo'lmaydi. Istalgan nomerdan, ya'ni bu bo'lishi mumkin o'ziniki, bu bo'lishi mumkin ota-onasiniki va hokazo bemalol ro'yxatdan o'tishlari mumkin. Shu o'rinda bitta narsani inobatga o'sha olib ketishlarini so'ragan bo'lardik abituriyentlardan. Ro'yxatdan o'tayotganda keyinchalik ham o'sha bu telefon raqam o'ziniki yoki o'ziga yaqin insonniki ekanligiga e'tibor qaratsin. Ya'ni begonaniki bo'lsa
har safar nomer o'sha test topshirish hududi yoki bo'lmasa yo'nalishlarni o'zgartirayotganda yoki ikkinchi bosqichda ta'lim yo'nalishlarini, ta'lim muassasalarini tanlayotgan paytda ham telefon raqamga tasdiqlash SMS kodi boradi. Shuni inobatga olib, abituriyentlarimiz o'zini yoki yaqin insonlarini telefon raqamlaridan ro'yxatdan o'tishlari tavsiya etiladi. Endi shu joyda yana aytib o'tishimiz kerak, abituriyentimiz mabodo telefon raqamini yo'qotib qo'ydi yoki bo'lmasa kuyib qoldi, ya'ni telefon nomerida qayta tiklash iloji yo'q va telefon raqami qayta tiklash iloji yo'q va parolni ham esdan chiqarib qo'ygan holat bo'ladigan bo'lsa, biz yaqinda o'sha mobil ilovani ishga tushirdik. Mobil ilovada Face ID orqali kirish imkoniyati mavjud. Face ID orqali kirish imkoniyati mavjud va abituriyentimiz u yerda shaxsiy ma'lumotlarini kiritib, Face ID orqali kirib, bemalol telefon raqamini mavjud telefon raqamiga o'zgartirish imkoniyati yaratilgan. Buni ham aytib o'tishimiz kerak. Savolga keladigan bo'lsak, yo'q, hech qanaqa nomer o'zining nomida ekanligiga tekshirilmaydi. Bitta qo'shimcha o'tmoqchidim. Marhamat. my.uzmember.uz saytiga kirishda e'tibor bergan bo'lsa, OneID orqali kirishga qo'shilishdan boshlab qachonki ular OneID orqali kira oladi, bizada my.uzmember.uz saytidan ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, o'tgandan so'ng OneID orqali tizimga kirish imkoniyati bo'ladi. O'sha OneID orqali kirib ham telefon raqamini o'zgartirish mumkin. Bundan tashqari OneIDning o'zining talabi bor, shunaqa. OneIDdan oldin ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, u OneID bizga tegishli tizim emas. Bu tizimning o'zining talabi shunaqa. Nimani? Foydalanuvchining pasporti va telefon raqami o'ziga tegishli bo'lishini so'rab o'tadi. Bizda unaqa nima yo'q, cheklov yo'q. O'shani aytib qo'yilgan. Rahmat kattakon. Yana bir savol bor. Savol menimcha barcha savollarga umumlashtirib javob bersak bo'ladi. Oliy ta'lim muassasasiga ro'yxatdan o'tishda milliy sertifikatim chiqyapti, lekin xalqaro chet el sertifikatidan foydalanish bosam, sizda bunday sertifikatni yuklash imkoniyatini bermayapti. Qanday kirgizsam bo'ladi degan savol. Ya'ni siz chet tilidan milliy sertifikatga egasiz, bu baza sizga avtomatik real vaqt rejimida sizga belgilangan imtiyozni qo'llash uchun sizda o'sha kabinetingizda turibdi va buning ustiga ustak xalqaro IELTS yoki boshqa TOEFL sertifikatini yuklamoqchi bo'lyapsiz va bunda sizda ochilmayapti. Aslida ikkalasi ham bir xil imtiyozni qo'llash uchun o'sha berilayotgan o'zini tegishli maksimal ballni qo'llaydi. Shuning uchun milliy sertifikat sizda real vaqt rejimida ko'rinib turgani uchun sizga boshqa o'sha xuddi shu turdagi, aynan ingliz tilidagi sertifikatni yuklash imkonini bermaydi. Bu narsa siz IELTSingiz yoki boshqa holatingiz tasdiqlangan taqdirda ham milliy sertifikatdan teng imtiyoz beradi. Shuning uchun bunga ehtiyoj yo'q. Agar sizda chet tildan milliy sertifikatingiz bo'ladigan bo'lsa, aynan shu tildagi xalqaro sertifikatni yuklash shart emas. Ya'ni sizga milliy sertifikat bo'yicha imtiyozi qo'llangan bo'ladi. Endi navbatdagi savolimiz ro'yxatdan o'tish kunlarida maktabni bitirib 5-kun ro'yxatdan o'tgan edim. Yaqin kun ichida imtihonga kirish uchun invoice raqamini ko'rib pul to'lamoqchi bo'lib, shaxsiy kabinetimga kirsam, maktabni bitirmagansiz deb qizil yozuv chiqdi. Maktabni bitirganimga 2 yil bo'ldi. Qaysi yo'nalishga topshirganim ham ko'rinmay qoldi. Nima qilsam bo'ladi? Ya'ni to'lamoqchi bo'lib, shaxsiy kabinetga kirsa, maktabni bitirmagansiz degan qizil yozuv chiqdi. Bu sharoitda nima qilish kerak? Shu bo'yicha tushuntirish berib o'tsak, kim? Habibulla aka yoki Jahongir? Ya'ni kabinetda maktabni bitirmagansiz degan yozuv chiqishi. Avvalgi yil bitiruvchisi ekan. Bu bo'yicha xalq ta'limi bilan ish olib borilyapti. Real vaqt rejimida shunga o'xshagan ishlar kelib tushganda xalq ta'limi bilan birgalikda bu masala hal qilinib ketyapti. Shaxsiy kabinetga qayta kirib ko'rishini va shaxsiy ma'lumotlarni yangi ko'rishni so'raymiz.
o'shanda xalq ta'limi bazasida yoki boshqa bazalar bilan muomala yechilgan bo'lsa avtomatik to'g'rilanadi va shaxsiy kabinetga kirib hujjat topshirishni to'lov qo'yishga o'zgartirishi mumkin bo'ladi. Marhamat, navbatdagi savolimiz Nasimбек sizga. Assalomu alaykum. Meni IELTS sertifikatini yuklaganim haqida SMS xabar kelmadi, lekin kabinetimda tasdiqlandi degan yozuv bor, degan bir qator nimalar bor yoki kimdadir assalomu alaykum, IELTS sertifikati yuklagandim, kecha qancha vaqt ketadi tekshirishga, tanlamoqchi edim yo'nalishni. Yoki xuddi shu holatda sertifikatni yukladim, qachon tekshiriladi degan ma'nodagi savollar uchun Nasimбек, marhamat. Assalomu alaykum barcha qatnashchilarga. Sertifikatlar har kuni tekshirilib boriladi, deyarli hech kimniki qolib ketmaydi agar ba'zida chiqib ortiqcha muammosi bo'lmasa. Faqat bitta-ikkita sertifikatlar 2-3 kunga cho'zilishi mumkin. Qachonki ularda sertifikat xira yuklangan bo'lsa yoki bir qaysi bir ma'lumot yetarli bo'lmasa yoki sertifikat ballari bir shubhali deb topilsa, biz o'sha tegishli tashkilotga o'sha sertifikat yuzasidan bog'lanib qo'shimcha izoh so'rashimiz mumkin. O'sha ma'lumotlarni olgandan keyin sertifikatlarning barchasi tasdiqlanadi. Rahmat. Marhamat, yana savol bor. 11-sinf bitiruvchisiman, arab tilidan sertifikatim bor, tarixdan ham bor, lekin tarixda foydalanaman deb belgiladik. Lekin arab tilidagi B2 sertifikatiga tanlov qo'yilmagan. Shunda ba'zan o'zi avtomatik ravishda kiritganmi yoki arab tilidan imtihon topshiramanmi? Sertifikatdan foydalanaman degan joyi yo'q-ku, deyapti. Bu bo'yicha Oybek aka, aloqadamiz. Yoki o'zim javob berib ketaman, mayli. 11-sinf bitiruvchisi arab tilidan yuqorida ham aytib o'tildi, ya'ni umumiy holatda aytib o'tamiz. Agar chet tilidan sizda yoki o'sha B2 va undan yuqori darajadagi milliy sertifikat ega bo'lsa, bu bo'yicha o'sha tegishli faningizdan maksimal ball beriladi. Bunda tanlov masalasi yo'q, chunki amaldagi qonunchilikda ham aynan o'sha arab tilidan yoki boshqa tildan chet tilda milliy sertifikat borlarga o'sha fan doirasida maksimal ball berilishi bor. Tarix fanni bo'yicha belgilagansiz, foydalanaman deb va albatta foydalansangiz tegishli ravishda o'sha proporsional ball beriladi o'shaningizga. Shuning uchun sizda kabinetingizda B2 sertifikatiga tanlov qo'yilmagan, o'zi avtomatik ravishda kiritiladi va sizda imtihondan bu bo'yicha chet tilidan imtihon topshirmaysiz, sizga imtiyoz qo'llaniladi. Marhamat. Menda abituriyentni Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahridan savol berilyapti. Masalan, o'qishga abituriyentlar ro'yxatdan o'tish chog'ida matematika fani bo'yicha sertifikatdan foydalansam, testda past ball to'plasam, sertifikatdagi ballimni hisoblanadimi? Shunga aniqlik kiritib bersangiz. Ya'ni o'qishga topshirish chog'ida matematika fani bo'yicha sertifikatdan foydalanmasa, lekin testdan past ball olsa, sertifikatdan foydalanib bera olamizmi? Jamshidbek. Assalomu alaykum. Rahmat savolga. Endi yuqorida biz batafsil bu bo'yicha tushuntirish bergandik. Abituriyent sertifikatdan foydalanish yoki foydalanmasligini oldindan belgilashi kerak. Demak, sertifikatdan foydalanishda rad qiladigan bo'lsa, imtihonda qatnashadi va imtihondagi balli unga qo'yib beriladi. Imtihonda pastroq ball oladigan bo'lsa, yo endi sertifikatdan foydalanaman, boshdan xato tanlagan ekanman deb uni orqaga qaytara olmaydi. O'zi aslida 646-son qarorda abituriyentga foydalanishni tanlasin, tanlamasin degan joy yo'q, lekin biz abituriyentlarga foyda bo'lishi uchun balki abituriyent imtihonda yuqoriroq natija ko'rsatarmandir, abituriyent o'zi tanlov qilsin, unda imkoniyat qolsin sertifikatdan foydalanish yoki imtihonda kirish, qaysi birini qo'llash uni ixtiyorida qolsin deb beryapmiz. Tanlovini qildimi, shu tanlov bo'yicha ketadi. Sertifikatdan foydalanaman desa, o'z-o'zidan sertifikat qo'llanadi. Sertifikatdan foydalanishda rad qiladigan bo'lsa, test sinovida ishtirok etadi va test sinovida olgan balli qo'yib beriladi. O'shanday u yerda testda pastroq to'plab qolibdi, sertifikatida foizi bilan oladigan bo'lsa, yuqoriroq ball chiqadi, sertifikatdagi ballni qo'yib beriladigan narsa bo'lmaydi. Rahmat. Rahmat. 10-iyunda ro'yxatdan o'tib qayta varaqasini oldim. Faqat bir joy tushunarsiz. Ro'yxatdan o'tayotgan vaqtda men hali maktab shahodatnomasini olmagan edim. Saytda maktab raqamlarini mustaqil ravishda to'ldirib chiqqanman. Lekin endilikda qo'limda shahodatnoma raqamim bor.
uni kiritaman desam sayt o'zgartirishga bermayapti. Shuni amalga oshiriladimi yoki shart emasmi? Ya'ni shahodatnoma olmasdan oldin ro'yxatdan o'tgan, shahodatnomasini qo'lida va saytni kiritmoqchi bo'lyapti. Bu haqda Abdulla aka shahodatnoma qo'lda kiritgan bo'lsa agar hozir yangilashgan yuqorida ham aytib o'tildi, ma'lumotlarni yangilash knopkasini bu yerda bosadigan bo'lsa, agar o'sha maktab qaysi maktabda o'qigan bo'lsa, o'sha maktab va maktab to'g'risidagi ma'lumotlar integratsiya orqali keladi. Integratsiya orqali kelganda o'sha biz uni update qilinadi avtomatik. Ma'lumotlarni yangilash knopkasini bosish kifoya bu yerda, ya'ni qo'lda tahrirlash shart emas. umumiy holatlarda ham savollar yana takror shu mavzular, yuqoridagi mavzular bo'yicha bo'lyapti. O'sha umid qilamizki, agar Jamshidbek alohida bir kelib tushgan yana savollar bo'ladigan bo'lsa, marhamat ishtirokchilarga bir berib nima qilib ko'raylik. Agar alohida bir e'tiborga loyiq mana bir savol qolib ketdi, mana shu savolda qolgani umumiy holatda shu savollar edi. Menda bitta savol bo'yicha tushuntirmoqchi bo'lsa. Marhamat Jahongir. Abituriyentlardan call centerga yoki boshqa joyga murojaat qilyapti. SMS kelmay qolish holati. Bizlardan SMS tasdiqlash arza topshirganda yoki ro'yxatdan o'tganda SMS tasdiqlash joyigacha o'tgan bo'lsa, uni raqamiga muammosi SMS chiqib ketgan hisoblanadi bizlardan. Bu SMS'da 5100 o'zbnb o'sha nimalar bilan boradi SMS. Ko'pincha holatlarda, aksariyat shu murojaat qilganlar ko'pincha holatida bizlarning o'sha nomerlar spam holatiga tushib qolgan hisoblanadi. O'sha spam holati ularga ko'rinmaydi. Agar SMS shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, o'sha spamdan tekshirib ko'rishini bu 5101 o'zbnb nickname'lardan borgan SMS'larni spamdan tekshirib yoki spamga qo'shmay turishlarini so'rab qolardi. Rahmat. Marhamat, kimda yana qo'shimcha savollar kelib tushgan bo'lsa, talabgorlarimizdan shu savollarga berib, mas'ullardan javob olib so'rab qolardik. Agar umumiy holatda savollar bo'lmasa, navbat bilan o'sha talabgorlarimizga yuzlanamiz va ularni savollarini berishni so'rab qolamiz. Faqat savol o'sha ro'yxatdan o'tishga doir birinchi bosqichga aloqador sertifikatlar yoki imtiyozlar bo'yicha bo'lsa yaxshi bo'lardi. Chunki test sinovlarini qachon bo'lishi, test sinovlari ikkinchi bosqichda nima tanlashi bo'yicha hali ko'p ovoz chatlar o'tkazamiz. Bu ko'proq o'sha mavzu doirasida bo'lishiga yaxshi bo'lardi. Menda o'sha Telegramda bir funksiyasi bor. Qo'l ko'targanlarga savol berish uchun imkoniyat berishga harakat qilamiz, lekin Telegramda ko'pchilik ishtirok etgan vaqtida qo'l ko'targanlar ayrimlar ko'rinmay qolishi ham mumkin. Shuning uchun talabgorlarimiz so'z beramiz. Marhamat, Xo'jaqulov blog sizga so'z berildi. Dilshod ismli ishtirokchimiz so'z berildi va Shamshod ismli ishtirokchimiz so'z berildi. Marhamat, mikrofonni o'rtasini yoqib savolingizni yo'llashingiz mumkin. Faqat qisqa, lo'nda va tushunarli bo'lsa. Sherzod ismli ishtirokchimizga so'z berildi. Jalolbek aka. Eshitaman. Ungacha bir ikkita savollar bor. Agar ruxsat bersangiz, o'sha marhamat. Ikkita savol o'qimoqchiman hozir. Bittasi so'rayapti, mana bilamiz, bizda xalqaro sertifikatlardan tashqari barcha imtiyozlar avtomatik tarzda chiqadi. Agentlikda platformasi hamma tashkilotlarning axborot tizimlari bilan integratsiya qilingan. Deylik, bu Xotin-qizlar qo'mitasidan beriladigan tavsiyanoma bo'ladimi yoki nogironligi bor shaxs bo'ladimi, harbiy xizmatchining farzandi bo'ladimi, mana shunga o'xshagan barcha imtiyozlar avtomatik bazada chiqadi. Shu bo'yicha ko'pchilikdan savol tushgan. O'sha kabinetda tekshirilmoqda degan holatda turibdi, holati. Shu ish narsa qilmaydimi? Qachon tasdiqlandiga o'tadi degan savol bo'lyapti. Birinchisi.
Va yana bir savol. 7-iyun kuni IELTS imtihonidan o'tgandim, lekin tushunmovchilik tufayli qayta tekshiruv uchun olib qolinibdi. Ya'ni butun O'zbekistonning natijalari qayta ko'rilayotgan ekan. Sertifikat javobi keyin chiqarkan, ro'yxatga olish muddatlarini uzaytirishda imkoni bormi degan savol kelib tushgan. Menimcha javob berib ketsa yaxshi bo'ladi. Marhamat, birinchisiga kim? O'zingiz javob bera qoling, birinchisiga, ikkinchisiga Nasimbek javob. Ya'ni dasturiy tomondan nima uchun Ha, dasturiy chiqarilyapti? tomondan, tushunarli. Akti. Javob berib ketsa. Marhamat, Habibulla aka. Savolni qaytarib yuboring, Jamshidbek, birinchi savolni. O'sha sertifikat holati, ya'ni imtiyozlarning holati tekshirilmoqda deb turibdi. Hech narsa qilmaydimi? Qachon tasdiqlanadi degan savol. Jahongir yoki Habibulla aka, marhamat. Hozirgi bu holat turishi imtiyozlar to'g'ri bazda kiritilgandan so'ng ayrim imtiyozlar bor, misol uchun bir marta qo'llaniladigan degan joyi bor yoki oldin bu imtiyozdan foydalanib o'qishga tavsiya qilingan bo'lsa, o'sha holatlarni tekshirib ko'rgandan keyin shaxsiy kabinetda tasdiqlangan holatda ko'rinadi. O'tgan yil ham shunaqa holatda turgan. Ruxsatnoma chiqqancha xudo xohlasa yuzlab tekshirilib shu imtiyozlarni aniqlik kiritish maqsadida shunaqa turibdi. Demak, Jalolbek aka, O'zida muammo bo'lmasa hech qanaqa muammo bo'lmaydi. ozgina qo'shimcha qilmoqchi edim, ruxsat bersanglar. Imtiyozlarda kiritish jarayoni bor bizda, ya'niki o'sha tegishli tashkilotlar tomonidan beriladigan imtiyozlar deylik qaysidir sanagacha kiritish belgilangan, o'zini hammasini o'zini qarori bo'yicha. Ya'niki o'sha imtiyozlar kiritish jarayonida real haqiqiy imtiyozlar bo'lsa, unda muammo yo'q. Misol uchun o'sha xotin-qizlar deyilyapti yoki bo'lmasa ijtimoiy himoya milliy agentligining imtiyozi, bu nogironlik to'g'risida bu imtiyozlar o'zida mavjud bo'lsa, hech qanaqa xavotirga o'rin yo'q. Bu tekshirilmoqda degani nima qilmaydi. Holat shunaqa bo'lishi mumkin. Misol uchun o'sha ijtimoiy himoya bo'ladimi yoki bo'lmasa xotin-qizlar bo'ladimi? Biz bazani to'liq yopganimizdan keyin ular to'liq bazani yopganligi to'g'risida, ya'ni imtiyozlarni bizga tasdiqlab beradi. Ya'ni tasdiqlab bergandan keyin bu tasdiqlandiga o'tadi. Shu jarayonda oldingi tajribadan kelib chiqqan holda shunaqa nima qo'yilgan, o'sha bo'lishi mumkin bo'lgan holat qanaqadir ularda kiritish jarayonida xatolik bo'lib kiritib qo'yilgan bo'lsa, bu imtiyozlar keyinchalik o'zgarish mumkin degan holatda biz tekshirilmoqda deb chiqarib qo'yganmiz. Bundan tashqari imtiyozlardan foydalanish bir marta deyilgan o'sha qarorda deylik abituriyentlarimizda o'tgan yili ham shu imtiyoz bilan qo'llanilib imtiyoz o'qishga kirgan bo'lsa, bu ruxsatnomada o'sha chiqib ketadi, ya'ni imtiyoz mavjud emasligi ko'rsatiladi. Ya'ni oldin foydalanib o'qishga tavsiya etilgan bo'lsa, aynan shu imtiyoz bilan shunaqa holatlar uchun tekshirilmoqda degan status qo'yilgan hozir. Bu xavotirga o'rin yo'q. Xudo xolasa ruxsatnomada aniq o'sha qo'lidagi ruxsatnomasida imtiyozlarni oxirgi varianti o'sha ko'rinadi. Marhamat, ikkinchi savol bo'yicha Nasimbek, savolda eshitgan bo'lsangiz, agar 7-iyun kuni o'tgan imtihon natijalari, ya'ni IELTS natijalari cho'ziladigan bo'libdi, shunga yuklay olmasligimiz mumkin, ya'ni degan ma'noda keldi. Marhamat, javob bersangiz. Mayli, o'zim javob beraman, Nasimbek texnik bosozlik bo'lishi shekilli. Xo'p, 7-iyun kuni o'tkazilgan IELTS natijalari cho'zilib ketishi, natijalarni yoki yuklanmasligi yoki sertifikatni keyin olishi, bu narsa bu har doim bo'lib kelgan, ya'ni o'tgan yil ham, undan oldingi yil ham abituriyentlarimiz qabul tugagandan so'ng 5 kundan yoki 1 kundan keyin yoki 1 oydan keyin kelib, mana IELTS oldim yoki mana bu sertifikatni oldim, endi qo'shib bering degan. Bu narsa doim takrorlab aytamiz. Ro'yxatdan o'tish bu bosqichi 5-iyundan 25-iyunga qadar amaldagi tartib-qoidaga ko'ra
amaldagi hujjatlarga ko'ra davom etadi. Ya'ni 25-iyun kuni ham o'tadi. Ya'ni 25-kuni 23:59 dan so'ng siz o'sha sertifikatlarning hech qaysini yuklay olmaysiz. Bu imkoniyat tugaydi. Ya'ni sizga yoki boshqa hech kimga imkoniyat berilmaydi. Birinchi bosqichda bu belgilangan. Bu belgilangan tartib-qoida barcha uchun amal qiladi. Shuning uchun agar imkon doirasida o'sha tashkilot bilan bog'lanib, sertifikatlarning natijasini ertaroq chiqarish choralarini ko'rishingizni so'raymiz. Bu bo'yicha hozircha o'zgarish yo'q. Ya'ni o'sha 5-iyundan 25-iyungacha, 25-iyun kuni ham test sinovini topshirish uchun ro'yxatdan o'tadi va Fanlar majmuasi ta'lim tili va test topshirish hududini tanlaydilar. Sertifikatingiz agar 26-kuni chiqadigan bo'lsa yoki xalqaro sertifikatingiz 27-28-kuni chiqadigan bo'lsa, buni dasturga siz yuklay olmaysiz. Ya'ni o'sha 25-dan so'ng to'liq yopilgan bo'ladi. Marhamat Jamshidbek, navbatdagi savol bo'lsa, chunki talabgorlarimiz so'z berilgan talabgorlarimizdan menimcha hozircha bironta nima chiqmadi. Savollar bo'lsa o'qib eshitib tursak. Takrorlanmagan savollardan o'z ko'zim tushganlaridan o'qishga harakat qilaman. Salom, men onlayn oliy ta'limga hujjat topshirdim. Men bilmayman nima nazarda tutyapti, hali ta'lim shaklini tanlash yo'q. Va men chet eldanman, onlayn test topshira olamanmi degan savol beribdi. Endi qisqa qilib yo'q deb aytib ketsak bo'ladi. Test sinovlari offlayn tarzda, an'anaviy tarzda, ya'ni qog'ozda o'tkaziladi. Abituriyentimiz belgilangan vaqtda, belgilangan joyga kelib test sinovida ishtirok etishi kerak. Yana bir savol, test topshirish hududiga qaysi viloyatni tanlasa ham bo'ladimi yoki faqat o'zi yashaydigan viloyatni tanlaydimi degan savol tushgan ekan. Agar unga ham javob berib ketsa, abituriyentimiz doimiy yashash, o'zi qayerda yashasa shu hududni yoki oliy ta'lim muassasasi qayerda joylashgan bo'lsa, mana shu hududni tanlashga majbur emas. Test sinovlarimiz bizda 14 ta hududda tashkil etiladigan bo'lsa, mana nimada Termizda va Denovda ham o'tkaziladi. Abituriyent o'ziga qulay bo'lgan istalgan hududda u yerda yashaydimi, universitet u yerda joylashganmi, yo'qmi, farqi yo'q. Umuman o'sha imtihon bo'ladigan vaqtda qaysi hududdan imtihonda qatnashish u uchun qulay bo'ladigan bo'lsa, shu hududni tanlashi mumkin. Bunda hech narsaga bog'lanmagan, faqat abituriyent o'ziga qulay hududni tanlasa bo'ldi. Hop, yana savollar bor. Zolim aka, mana unaqa savol kelgan. Bilamiz, joriy yildan boshlab chet tili birinchi fan bo'lgan yo'nalishlarga qabul milliy yoki xalqaro chet tili sertifikati asosida amalga oshirilishi belgilandi. Shu bo'yicha so'rayapti, nemis tili yo'nalishi uchun ham sertifikat bo'lishi shartmi degan savol bor. Va imtiyoz bo'yicha bitta savol ko'rdim. 5% ligota ball beriladi, agar abituriyent 100 ball to'plasa 5 ball beriladimi degan savol bor. Hop, yana bitta savol. Birinchi fanni matematika, ikkinchi fanni fizika qilib tanlab yuboribman. Aslida birinchi fanni fizika, ikkinchisini matematika qilmoqchi edim. Shuni o'zgartira olamanmi degan savol. Birinchi savolga men javob bersam, 2025-26 o'quv yili qabuldan boshlab, ya'ni bu yildan boshlab Fanlar majmuasida chet tili birinchi fan sifatida belgilangan ta'lim yo'nalishlari bo'lsa, qabul xorijiy tilni bilish darajasi bo'yicha sertifikat yoki milliy yoki xalqaro B2 va undan yuqori darajadagi sertifikat bilan amalga oshiriladi. Bu narsa nemis tili yo'nalishi uchun ham tegishli, chunki nemis tili degan yo'nalishda ham o'sha chet tili birinchi fan sifatida Fanlar majmuasida belgilangan. Demak, u yerda yo'nalishlar soni aniq yodimda yo'q, lekin 30 ga yaqin yo'nalishlar bor. Bu yo'nalishlarda aynan chet tili birinchi fan sifatida Fanlar majmuasida turgan yo'nalishlarni ko'rishingiz mumkin. Ularga topshirmoqchi bo'lsangiz, siz tanlay olmaysiz. Albatta sizda sertifikat bo'lish talabi belgilangan. Bu narsa o'sha xorijiy til bilish darajasini belgilovchi xoh u milliy yoki xalqaro sertifikat bo'lsin, shu asosda amalga oshiriladi. Shundan so'ng siz shu yo'nalishda tanlay olasiz. Nemis tiliga aynan nemis tili bo'yicha, ingliz tiliga ingliz tili bo'yicha, bu fransuz tiliga bo'yicha bo'lishi Fanlar majmuasida keltirilgan. Agar Fanlar majmuasida chet tili belgilangan bo'lsa, siz istalgan chet tili sertifikatlaridan birini yuklashingiz mumkin. Agar Fanlar majmuasida aniq ingliz yoki nemis yoki fransuz tili deb yozilgan bo'lsa, albatta shu toifadagi sertifikatni yuklashingiz kerak bo'ladi. Navbatdagi savollarni bir takrorlasangiz, Jamshidbek mas'ullarni belgilab olardik. Kim nima qilishini. Imtiyozlar bo'yichamidi? Imtiyoz bo'yicha savol bor. 5% ligota
bor deyapti. O'sha 100 ball to'plaganda 5 ball beriladimi degan savol. Bittasi birinchi fanni matematika, ikkinchisini fizika tanlab qo'yibman. Aslida teskari tanlamoqchi edim. Birinchisini fizika, ikkinchisini matematika o'zgartira olamanmi degan savol. Habibul aka fanlar yo'nalishini o'zgartirishi bo'yicha birinchisini adashib tanlabman, ikkinchisi o'zgartira olamanmi degan. Yuqorida ham ta'kidlab o'tdik. Abituriyentimiz o'sha qabul yakunlanguncha, ya'ni 25-iyungacha, 25-iyun kuni ham bemalol o'zini fanlar majmuasi doirasida o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish huquqiga ega. O'sha o'zini shaxsiy kabinetiga kirib, bemalol o'sha hududini yoki yo'nalishini yoki fanlar majmuasini tushunasiz adash. bemalol o'zgartirish mumkin bo'ladi. Savol berishim kerak. Eshitib bering mana. Savol berilgan qanaqada ketyaptimi? Davom eting Habibul aka, talabgorimiz. Bemalol o'zgartirish mumkin. Qisqa javob beraylik. Savol. Ularni eshitdimmi? Ularga savol beraman. Marhamat, hurmatli ishtirokchimiz. Savolingizni bering, marhamat. Sizni eshityapmiz. UMF. Azamat, marhamat, savolingizni bering. Faqat qisqa, tushunarli. Turli fanlardan sertifikatlar olindi. Shu fanlar bo'yicha asosiy birinchi blokdan sertifikatlar bor. Ular qanday hisoblanadi? Boyagi foiz hisobida hisoblanadimi yoki daraja hisobidami? Birinchi savol. Aha. Savolingizni aniqlashtira olasizmi? Nimani nazarda tutyapsiz? Qanday qo'llanadi degan? Sertifikatlarni qabul qilish bo'yicha, masalan, ball beriladi-ku toifaviy. Shunda foiz hisobida hisoblanadimi yoki haligi B+ darajadan necha ball olganiga qarabmi? Sertifikatda foiz bor, o'sha foizga mos ball beriladi. Ikkinchi savolim, hozir meni yo'nalishim tarix, geografiya bo'layotgan bo'lsa, sertifikatlarim bor. Qabul qilishni bosdim, lekin tarixdan majburiyga deb chiqmadi. Shunda qanday bo'ladi? Majburiyga beriladimi? Qanday majburiyga deb chiqmadi? Sertifikatingiz chiqyaptimi kabinetda? Sertifikatim chiqdi. Asosiga qabul qildim. Majburiyga ham beriladi. Kutib turing, Sitoraxon, hozir javob berib olsin savol. Hozir kutib turing, Sitoraxon. Ruxsat bersanglar, Azamat, mana sizda demak tarix bilan geografiyadan sertifikatingiz bor ekan, tarixda majburiy fandan o'sha belgilangan ballni beradi. U hech qanaqa darajasiga bog'liq emas. Agar sizda birinchi fan tarix bo'ladigan bo'lsa, demak sizda tarixdan agar A yoki A+ sertifikatingiz mavjud bo'lsa, maksimal ball. Agar B yoki B+ undan quyi darajadagi sertifikatlar mavjud bo'ladigan bo'lsa, o'z o'rnida o'sha foizi belgilab berilgan sertifikatning o'zida o'sha foiz darajasidagi ball sizga qo'shib beriladi. Uchinchi savolim shundan iborat. Masalan, matematika, ingliz tili yo'nalishi bo'yicha kechagina ro'yxatdan o'tmoqchi edik, lekin ingliz tilidan sertifikat bo'lmaganligi uchun ro'yxatdan o'tkazmadi. Shu yangi chiqqan qarorga ko'ra chet tildan sertifikat bo'lishi shartmi? Bo'lish shart, Azamat, buni qayta tushuntirdik. Bitta oldingi savolda ham shu narsani aytdik. Xo'p, Allo. rahmat. Assalomu alaykum. Allo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marhamat. Savollarim bor edi. Birinchi savolim, ichki ishlarini farzandi masalan 3 ta bo'lsa agar, uchalasiga ham o'qishga kirayotgan paytda ligotadan foydalansa bo'ladimi? Ya'ni birinchi farzandga ham, ikkinchi farzandga ham, uchinchi farzandga ham ligota bersa bo'ladimi? Ichki ishlar xodimi, otasi masalan. Ikkinchi savolim, sertifikatlar hammasi shu yildan yaqindagina bir hafta bo'ldi menimcha, eshitganimga Sefram milliy sertifikatlarning barchasi ham muddati 2 yillik bo'libdi. Shu rostmi? Nimaga IELTS ham bo'lsa, Sefr ham bo'lsa, ikkalasini ham balli inobatga olinmaydi yoki nima? Bittasi qabul qilinadi deyapsizlar. Masalan, har xil
bo'lishi mumkin-ku. Masalan, bitta milliy sertifikati bor-u, IELTS yo'q. Shular inobatga olinmaydimi? Savollarim shu. Keyin harbiyni, ichki ishlarni bolasi bo'lsa, o'sha ligotasi bo'lsa, necha ball beriladi qo'shib? Yoki foiz qo'shiladi? Mana shu narsalarni bilmoqchi edim. 4 ta savol bo'ldi. Jamshidbek, umumiy ligotalari bo'yicha, ichki ishlar bo'yicha o'zingiz javob berasiz. Sertifikatlar bo'yicha Nasimbek. Endi hamma savollarni eslab qola olmadik. Birinchi savoli bo'yicha, demak, harbiy xizmatchini nechta farzand bo'ladigan bo'lsa, hammasiga tavsiyanoma berilishi mumkinmi deb so'radilar. Endi bu agentlikni vakolatiga kirmaydi. Bu o'sha tashkilotni vakolatidagi narsa. 7 ta tashkilotda xuddi shunday turdagi tavsiyanoma beriladi harbiy xizmatchini farzandi sifatida. Undan tashqari bu 37-26 son prezident qarori bo'yicha, undan tashqari ichki ishlar farzandlari uchun alohida qaror bor. Bojxona organlaridan ovoz uzilib kelyapti-da. Ovoz shu yaxshi menimcha sizda internet yaxshi emas. Bizda yaxshi. Bizda yaxshi eshitilyapti. Ovoz ijod yozib olyapmiz ham, agar sizga yaxshi eshitilmayotgan bo'lsa, keyin yana qayta eshitib olsangiz bo'ladi. Tavsiyanomani nechta farzandga berilishi bizga bog'liq emas. Demak, sizning turmush o'rtog'ingiz harbiy bo'ladigan bo'lsa, ular o'zini ishxonasida aniqlashtiradi. Biz tavsiyanoma berilgan bo'lsa va biz bazaga kiritib bersa, biz uni qo'llab beramiz. Ya'ni nechta farzandga berilishini biz belgilab bermaymiz. Birinchi savolingizga javob. Keyin oxirrog'ida berdingiz, ball qo'shib beriladimi, necha ball qo'shib beriladi dedingiz. Ligotasi bo'lsa, masalan, avval eshitganman, что 70 ball beriladi deb. Hozir unaqa emas. Unaqa narsa bo'lmagan. Oldin ham 70 ball qo'shib berilmagan hech qachon. Harbiy xizmatchilarning farzandlariga alohida kvota ajratiladi. Bu qaysi qaror bo'yicha berilgan tavsiyanomalarga qarab foizi farq qiladi. Demak, bu foiz qo'shimcha ball berishini anglatmaydi. Yuqorida ham shunga o'xshash bitta savol o'qigandik. Ya'ni harbiy tavsiyanoma bo'yicha 5% lik tavsiyanoma bor, 100 ball olsa 5 ball qo'shib beradimi degan savol bor edi. Shuni ham umumlashtirib ketsak bo'ladi. Bu tavsiyanomalar 5% lik yoki 3% lik tavsiyanoma degani bu shuncha ball qo'shib beradi degani emas. Bu shu toifadagi abituriyentlar uchun shuncha miqdorda alohida kvota ajratiladi degani. Deylik 100 ta grant kvota bo'ladigan bo'lsa, 5% lik tavsiyanoma bo'lsa, o'z-o'zidan shu 100 tani 5%, ya'ni 5 ta kvota. 1000 ta bo'ladigan bo'lsa, 5% 50 ta bo'ladi. Agar 3% lik bo'lsa, 1000 tani 3% 30 ta bo'ladi. Xuddi shuncha miqdorda alohida kvota ajratiladi va mana shu toifadagi shunday tavsiyanomaga ega abituriyentlar shu joy uchun kurashadi. Ya'ni ular hamma bilan umumiy tartibda emas, alohida kvota doirasida tanlovda ishtirok etadi. Agar shu doirada o'qishga talabalikka tavsiya etiladigan bo'lsa, tavsiya etiladi. Agar unda balli yetarli bo'lmaydigan bo'lsa, umumiy tartibda ham tanlovda ishtirok etish imkoniyatini saqlab qoladi va tanlovda ishtirok etiladi. Keyingi savollaringiz esimda qolmadi. Agar takrorlasangiz. Milliy sertifikatlarni hammasi, O'zbekistondagi hamma milliy sertifikatlar muddati 3 yil edi. Sıfırdan boshlab hammasi. Men eshitdim, hozir 2 yillik bo'libdi. Eshitganimda 4 kun yo 5 kun bo'ldi maksimum, lekin o'shani internetdan qarorni, tasdiqni, hujjatni topolmadim. Shu rostmi yoki yolg'onmi? Adashmayotgan bo'lsam, oldin ham unaqa emas edi. Chet til 2 yilda, umumta'lim 3 yil edi. Javolim aka, shunaqami? Shunday, hozir tushuntirib beraman. Qarang, milliy sertifikat bo'yicha chet tili imtihoni yaqinda eshitgan bo'lishingiz mumkin. Bu 2022-yilda chiqqan. 16-fevraldan boshlab va undan oldin ham milliy sertifikat aynan 2 yil muddatga berilgan. O'sha 2 yil muddat amal qilingan. Chunki o'sha chet tili bo'yicha bilimlari siz yaqinda eshitgan bo'lishingiz mumkin. Umumta'lim fanlari bo'yicha sertifikatimiz muddati, amal qilish muddati 3 yil. Yana bitta savol berdingiz. Nasimbek, shu savolga aniqlashtirib ketsangiz, ham IELTS bor, ham milliy sertifikati bo'lsa, ya'ni aytayapti, ikkalasini ham qo'shsak bo'lmaydimi? Ikkalasiga ham ball berish kerak. Kimdadir unisi bor, kimdadir bunisi bor degan narsani bir aniq javob berib keting, Nasimbek. Shu, masalan, meni qizimda ikkalasi ham bor. Ba'zilarda bittasi bor. Tushundim. To'g'rimi? Mayli, o'zim ana shu savolingizni bilmoqchi edim. Endi o'chirib turing mikrofonni. Xo'p. Qarang, sizga ma'lum bir milliy sertifikatdan B2 yoki xalqaro sertifikatdan B2 bo'lish kerak. Ikkalasiga bitta maksimal ball beriladi o'sha. Chet tili fani, agar chet tili bo'ladigan bo'lsa, chet tilidan maksimal ball beriladi va undan test sinovdan ozod qiladi. Sizda avtomatik ravishda real vaqt rejimida ko'rinib turgan milliy sertifikatingiz ozod qilgan, agar kabinetda ko'ringan bo'lsa.
unga siz xalqaro sertifikat yuklasangiz ham faqat tekshirish uchun vaqt ketadi va shu imtiyoz saqlanib qoladi xolos. Hech narsa o'zgarish bo'lmaydi. Bu narsa, ya'ni bittasiga beramiz deganimiz, kimdadir milliy sertifikat bo'lmasa yuklashi mumkin. Kimdadir milliy sertifikati bo'lsa, yuklash zarurati yo'q. Tushuntira oldim? Kechirasiz, ovoz o'ta darajada yomon. Juda yomon. Menga SMS-lar kelyapti, ovozni eshityapsizmi deb. Mayli, ana nimadan повторni keyin eshitarman. Katta rahmat. Aha, charchamang. Katta rahmat savollarimga javob uchun. Yana bir savol berdi. Jamshidbek, agar boshqa savollar bo'lmasa, o'quv markazlaridan ayrimlar so'rayotgan. 5 ta fandan sertifikati bor. Ro'yxatdan o'tgan. Habibulla aka, sizga bu savol. 5 ta fandan sertifikati bor, ro'yxatdan o'tgan. Endi ular uchun ruxsatnoma shakllanadimi? Testga kelmasligi mumkinligi haqida xabar beriladimi? degan savol berilyapti. Ya'ni marhamat Habibulla aka, savolga. Demak, to'g'ri tushungan bo'lsam, 5 ta o'sha abituriyentimiz ro'yxatdan o'tayotgan paytda 5 ta sertifikati mavjud bo'lgan va 5alasi u tanlagan fanlar majmuasiga mos. Ya'niki o'sha birinchi fani deylik matematika, ikkinchi fani fizika, 3 ta majburiy fan bo'ladigan bo'lsa, aynan shu fanlardan 5 ta sertifikati mavjud bo'ladigan bo'lsa, bu abituriyentimizga va 5 ta sertifikatdan foydalanaman deb ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, bu abituriyentimizga ruxsatnoma shakllantirilmaydi, testga kelish shart emas va u ikkinchi bosqichda kirib yo'nalish tanlab bemalol tanlovda ishtirok etish imkoniyati beriladi. Bu o'tgan yil ham bo'lgan jarayon, o'tgan yil kamroq edi, bu yil ancha soni ko'paygan milliy sertifikatchilarimizni. Bu amaliyotda qo'llangan jarayon. 5 ta fandan ham demak ro'yxatdan o'tayotganda, demak abituriyentimizda 5 ta fandan sertifikati mavjud bo'lsa, bo'ldi, menda sertifikat bor deb yurish kerak emas. Albatta ro'yxatdan o'tish shart va foydalanishligini belgilashi shart. Ana shu joyga e'tibor qilishimiz kerak. Ya'ni ro'yxatdan o'tish jarayoni to'liq yakunlangandan keyin bizga murojaat qilganlari bo'lmaydi. Ya'ni o'sha ro'yxatdan o'tish belgilangan jarayon vaqtida ro'yxatdan o'tib 5 ta o'sha belgilangan fanlar majmuasini tanlashi va o'sha o'zidagi mavjud sertifikatlardan barchasidan foydalanaman degan huquqni berishlari kerak. Shunda abituriyentimiz testga qatnashmaydi. O'sha to'plagan ballar asosida ikkinchi bosqichda yo'nalishlarni tanlash mumkin bo'ladi. Allo. Rahmat. Marhamat, siz Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Savolingizni beravering. Kechirasiz, men farzandim tarix fanidan milliy sertifikat olganda, milliy sertifikati B daraja olgan. 86.5% berilganda, o'shanda u hozir hujjat onlayn ro'yxatdan o'tdi. Ertaga unga ball berilayotganda majburiy 10 talik bilan qo'shib necha ball beriladi? Shuni aniq bilay demoqchi edim. Rahmat oldindan. Savol uchun rahmat, lekin bu savolga yuqorida javob berdik. Majburiy fan uchun qanaqa qo'llanishi bo'yicha ham, mutaxassislik fani uchun qanaqa qo'llanishni ham og'zchat yozib olinyapti, audio qo'yilganda menimcha eshitsangiz bo'ladi. Hozir vaqtdan yo'qotmaslik uchun keyingi savollarga o'tsak. Yuqorida berilgan savolga javob bo'ldida aniqroq. Agar boshqa savolingiz bo'lsa, marhamat. Assalomu alaykum. Marhamat. Savolingizni beravering. Savolim bor edi. 5 yillik staj bo'yicha xotin-qizlar tomonidan tavsiyanomaga egaman. O'tgan yil olingan edi, berilgan edi-da. Shu 3 yil muddatda amal qiladimi? Keyingi savolim, shu shaxsiy kabinetimda ko'rinmayapti-da. Men hozir qo'shildim, mabodo oldinroq savolga javob berilgan bo'lsa, eshitganim yo'q-da. Habibulla aka, shaxsiy kabinetda ko'rinmayapti imtiyozi. Bu bo'yicha yuqorida javob berib o'tdik. Shaxsiy kabinetlarga kirib, o'zi bu aynan xotin-qizlarga tegishli bo'lgan imtiyoz yaqin. Siz qachon olgansiz, uzr? Habibulla aka, bu yerda aniqlashtirsak, Habibulla aka, bularning savoli ehtiyojmand oilalardagi xotin-qizlar bo'yicha emas, 5 yil stajga ega xotin-qizlar bo'yicha so'rayaptilar. O'tgan yil berilgan. Shu 3 yil muddatda amal qiladimi? Tavsiyanomada yozilgan bo'ladi. Amal qilinishi shaxsiy kabinet ko'rinmayotgan bo'lsa, yangilab
ko'rishingiz mumkin yoki xotin-qizlar qo'mitasi mavjud bo'lsangiz Xotin-qizlar portalidan o'zi o'sha kirib ko'rganimda, lekin 2017-yilgacha amal qilish muddati deb yozilgan, lekin shaxsiy kabinetda imtiyoz yo'q degan yozuv chiqyapti-da. Bu yerda bitta narsani hisobga olishimiz kerak. 5 yillik ish stajiga ega xotin-qizlar uchun tavsiyanoma berish amalda mavjud. Oldingi yillarda berilgan. Uni amal qilish muddati 3 yil deb ko'rsatilgan. Adashmayotgan bo'lsam, Vazirlar Mahkamasining 322-son qarori edi. Raqami hozir aniq esimda yo'q. Va u yerda bir narsa yozilganki, kvota 500 ta ajratiladi va u sirtqi ta'lim shakli uchun ajratiladi deyilgan. Bilamiz, may oyida prezidentning 76-son farmoni qabul qilindi va bu farmon bilan sirtqi ta'lim shakli yopilgani, joriy yildan boshlab sirtqi ta'lim shakli uchun kvota ajratilmasligi belgilandi. Agar shu farmondan va amaldagi o'sha 5 yillik stajga ega xotin-qizlarga tavsiyanoma berishni tartibga soluvchi hujjatdan kelib chiqadigan bo'lsak, o'z-o'zidan bu imtiyoz sirtqi ta'lim shakli bo'lmagandan keyin ishlamaydi. Shuning uchun bu yerda siz tavsiyanomani chiqishidan ham ko'ra, agar uni qo'llanishi bo'yicha Oila va xotin-qizlar qo'mitasida qandaydir rejalar bormi, uni boshqa ta'lim shakli uchun o'tishini rejalashtirishyaptimi, u bo'yicha misol qonunchilik hujjatini o'zgartirishmoqchimi yoki shu bilan sirtqi yopilgan bo'lsa, bu imtiyoz amaliyotdan chiqib ketadimi? Xotin-qizlar qo'mitasiga murojaat qilib javob olsangiz bo'ladi. Lekin amalda hozir shu kundagi hujjatlar bilan aytsak bo'ladi, bu imtiyoz ishlamaydi. Hamshira bo'lib ishlayman-da, mani yo'nalishim bo'yicha davolash ishiga berilgan kvota ajratilgan. Sirtqi ta'lim shakli ochilmagandan keyin singlim yo mendan kattamisiz bilmayman, opamisiz. Sirtqi ta'lim shakli bu yil ochilmaydi. Davolashga belgilab qo'ymaydi, kunduzgi topshiriladi. O'z-o'zidan ishlamaydi 5 yillik ish stajiga ega nimani tavsiyanomasi. Unda sirtqiga bo'lsa davolash ishiga kunduzgi. Mayli, Jamshidbek, buni nima qilamiz? Agar yangilash knopkasini siz bitta bosib ko'ring, Shaniz opa, chiqmagan bo'lsa, albatta chiqadi, chunki bizda integratsiya hammasi ishlab turibdi. O'sha o'tgan yilgi bo'ladimi, bu yilgi bo'ladimi, so'rovga tugamagan bo'lsa, aniq chiqadi sizda u. Undan bo'lmay, o'tgan yil topshirganmisiz, yo'qmi? O'tgan yil olgan bo'lsangiz. O'tgan yil imtihondan oldin o'zi iyunda berilgandi. Imtihondan oldin shu ruxsatnomaga chiqdi-da. Bu yil ham shu chiqadi deb o'ylagandim, lekin chiqmayapti-da. Bu yil ham bitta o'sha yangilash knopkasini bosib ko'ring. Siz ro'yxatdan o'tayotgan paytingizda sizda o'sha internetingizda qanaqadir uzilish bo'lgan bo'lsa, muammo bo'lgan bo'lishi mumkin. Shaxsiy kabinetingizga kirib bitta yangilash knopkasini bosib ko'ring, chiqib qoladi, xudo xolasa. Rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Marhamat, navbatdagi o'sha so'z bergan talabgorlarimiz bor, abituriyentlarimiz, siz ko'pchilikka so'z berilgan 20 dan oshiq. Kimda savol bo'ladigan bo'lsa, qisqa, tushunarli qilib savol bersangiz, mas'ullarimiz javob berishga harakat qilishadi. Mikrofoningiz o'rtasini bosib ko'rib, assalomu alaykum, marhamat. Birinchi bosqich bo'yicha savol bermoqchi edim. Yaqinda keldim. Men tibbiyot yo'nalishiga topshirgandim, farmatsiyaga. Aytmoqchiligim, faqat farmatsiya yo'nalishi bor universitetlarga kira olamanmi? Yana bitta savol. Undan boshqa yo'nalish ham tanlasam bo'ladimi? Imkoniyatim bormi? Oldindan rahmat javob uchun. Marhamat Habibulla aka, hozir farmatsiyaga topshirdim. Yana boshqa yo'nalish tanlasam bo'ladimi degan narsani yo'nalish tanlash haqida so'rayapti. Demak, yuqorida ham bir savol berildi, javob berdik. Yana takrorlab qo'yamiz qisqa qilib. Hozirgi siz tanlagan, ya'ni fanlar majmuasini aniqlash uchun belgilagan yo'nalishingiz bu sizning asosiy yo'nalishingiz hisoblanmaydi. Farmatsiya yo'nalishida adashmasam ximiya, biologiya yo'nalishi bo'ladigan bo'lsa, siz ximiya, biologiya fanlar majmuasi bo'yicha o'zingizni o'sha ikkinchi bosqichda imtihondan kirib chiqib test natijalarini qo'lga kiritganingizdan keyin istalgan o'sha fanlar majmuasi bo'yicha ta'lim yo'nalishlariga topshirishingiz mumkin bo'ladi. Bu bo'yicha hech qanaqa muammo yo'q. Misol uchun farmatsiyami, u yerda
adashmasam ximiya biologiya edi, biologiya ximiya aniq esimda yo'q hozir. Misol uchun aytyapman. O'sha biologiya ximiya bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'sha biologiya ximiya bo'yicha, ximiya biologiya bo'ladigan bo'lsa, ximiya biologiya bo'yicha o'zingiz xohlagan oliy ta'lim muassasasining xohlagan ta'lim yo'nalishiga ikkinchi bosqichda tanlovda ishtirok etishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Xo'p, rahmat. Marhamat, savolingizni bering. Marhamat. Gapiravering. Salom berib sразу. Data imtihoniga ro'yxatdan o'tayotganda xorijiy tillarni tanlagandim. Mani 0 dan bitu natijam bor. Menga bitu natija bilan imtiyoz beradimi? Buni yuqorida ham aytib o'tdik. Albatta, bitu natijangiz bo'lsa, kabinetingizda hozir ko'rinib turgan bo'lsa, sizni o'sha imtiyozingiz bor degani. Ha, bir xildan gap eshitdimki, agar asosiysi angliskiy bo'lsa, C va natija bilan imtiyoz beradi deyishdi. Shu gap rostmi? U gap noto'g'ri. Unaqa amaldagi tartib bo'yicha faqat B2 va undan yuqori darajaga bakalavriat ta'lim muassasalariga o'sha yo'nalishlarga kirganda beriladi. C1 haqida umuman gap yo'q. B1 haqida ham umuman gap yo'q. Kimdir B1 ga ikkinchi fan bo'lsa beradi, kimdir C1 bo'lishi kerak ekan degan narsa haqida gap yo'q. Hozir bo'yicha yana bir qaytaraman barcha uchun. B2 va undan yuqori darajadagi sertifikat bo'lsa, amaldagi tartib bo'yicha imtiyoz beriladi. Unda muammo yo'q. Jalolbek, menimcha bularda o'sha magistratura bilan bog'liq chalkashlik bor. Ya'ni magistraturada qaysi yo'nalishlarga B1, qaysilariga B2, qaysilarigadir C1 shunga chalg'itishyapti bakalavrda, lekin hamma uchun B2. Keyin bitta narsa uzr so'ramoqchiman. Yuqorida o'sha bundan oldingi ishtirokchimiz xotin-qizni 5 yillik stajga xotin-qizlar bo'yicha savol berganda sirtqiga deb aytibman. Hozir hujjatni ochib qarab ko'rdim, 322 ni. Ayta ta'lim shakli ko'rsatilmagan ekan. Shuning uchun sirtqiga degan cheklov yo'q. Yuqoridagi xatomizni to'g'rilab ketaylik. Demak, o'sha qarorda 3 yilga yozilgan ekan va 500 ta kvota deyilgan. U 500 ta kvota abituriyent o'qishga kira olmasa, keyin qo'llanadi. Rahmat. Marhamat, hurmatli talabgorlar, kimda mikrofoni ochiq bo'lgan bo'lsa, tekshirib ko'ring. 30 dan oshiq talabgorga so'z berdik. Vaqtimiz juda qisqa. Agar savollaringiz yuqorida takrorlanmagan bo'lsa, iloji bo'lsa berishingiz mumkin. Kim mas'ullarimizdan kimda alohida savollar kelib tushgan bo'lsa, unda ham savollarga qisqa javob shaklida berib o'tishimiz mumkin. To o'sha talabgorlarimiz o'zlari savol bermagunga qadar. Marhamat, mikrofoningizni o'rtasini bosgan holda to'liq savolni berishingiz mumkin. Juda ko'pchilik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marhamat, Jahongir aka, savolingizni eshitamiz. Iborat edi, farzandim bu yil 11-sinfda rusini bo'yicha bitirganda, rus yo'nalishi bo'yicha. Biz anaqani tanladik, rus tilida ekzamenni topshirishdi, unaqaga testni. Hozir bizni maqsadimiz Guliston davlat universitetiga tanlaganmizda endi keyingi bosqichda. Guliston davlat universitetida hozir bilsak, umuman iqtisod fakultetida rus tili qabul qilmas ekan. Shuni biz rus tilida tanlaganimiz bilan u yoqqa tanlashimiz mumkinmi yo tanlayotganimizda u o'z-o'zidan tushib qoladimi? Guliston davlat universitetini iqtisod fakulteti. Habib aka, bu bo'yicha savolga. Habib aka, savol quyidagicha bo'ldi. O'sha farzandlarini hozir rus tili bo'yicha yo'nalishni tanlagan ekan, lekin Guliston davlat universitetida iqtisodiyot yo'nalishida rus tili bo'lmasligi ham mumkinmi deyapti. Keyinchalik shu bo'yicha tanlashimiz kerakmi? Aloqadamiz Habib aka? Jamshidbek bo'lmasa. Rahmat Jalolbek savol uchun. Endi hali kvotalar tasdiqlanmagan. Shuning uchun qaysi oliy ta'lim muassasasida qaysi ta'lim shaklida, qaysi ta'lim tillari bo'yicha, qaysi ta'lim yo'nalishlariga kvotalar ajratilishini bilmaymiz. Shuning uchun hozir bu yerda individual tarzda ha bu yerda ajratiladi yoki yo'q bu yerda ajratilmaydi degan narsani ayta olmaymiz. Lekin bir narsa aniq, Vazirlar Mahkamasining 393 son qarori bo'yicha abituriyent test sinovlarini qaysi tilda topshiradigan bo'lsa, ta'lim shaklini ham xuddi shu tilda tanlash kerak. Demak, imtihonlarda hozir rus tilida topshiraman deb tanlaydigan bo'lsa, ikkinchi bosqichda ta'lim yo'nalishlarini tanlayotganda ham o'sha ta'lim shakli rus tili bo'yicha tanlaydi. Endi Guliston davlat universitetida bu yo'nalish rus tilida ochiladimi yo'qmi, to'g'risi biz bilmaymiz. Uni
universitet yaxshiroq biladi, baribir ularni qandaydir rejasi bor, o'zini taklifini bergan kvotalar bo'yicha. Shuning uchun ulardan olgan ma'lumotingiz bo'yicha harakat qilishingiz, rejalashtirishingiz to'g'riroq deb o'ylaymiz. Agar faqat shu Guliston davlat universitetini o'ziga topshiradi, boshqa joyga topshirmaydi, boshqa joyda o'qiy olmaydi deb hisoblaydigan bo'lsangiz, shu universitetdan o'sha kvota bo'yicha dastlabki ma'lumotlarni olib shu bo'yicha topshirishni tavsiya qilamiz. Agar boshqa joyda ham o'qiradi deydigan bo'lsangiz, unda o'sha rus tilida tanlab davom etsangiz bo'ladi. Shuning uchun bu yerda aniq bo'ladi, bo'lmaydi degan narsani ayta olmaymiz. Jahongir aka, rahmat. Bo'ldi, tushundim. Ularda o'tgan yili ham bo'lmagan ekan, bu yil ham bo'lmasligi ehtimoli juda katta deyapti. Men boyagi bilmoqchi bo'lgan narsa, demak, ta'lim tilini tanlasa o'sha topshirishdi. Demak, o'sha rus tilisi bor institutlarga keyin tanlash inosi ochilar ekanda, ligotasi, to'g'rimi? Demak, rus tilisi yo'qlar o'z-o'zidan boyagi tanlash ma'nosi bo'lmaydi. Shuni bilmoqchi edim. Albatta, til muhim, tilga qaraladi test sinovida. Marhamat, navbatdagi talabgorlarimizga savollaringiz bo'lsa berishingiz mumkin. Vaqtimiz juda oz. Agar mas'ullarda qo'shimcha savollar kelib tushgan savollar bo'ladigan bo'lsa, ularni ham berishlari mumkin. Qirqdan oshiq talabgorga so'z berilgan. Afsus, o'sha qo'l ko'tarib yoki chiqib ketgan yoki savollarga javob topgani uchun savol berilmayapti. Jamshidbek, qo'shimcha savollar kelib tushganmi? Bu yerga bir shuni tekshirib ko'rsangiz yaxshi bo'lardi, chunki maksimal darajada barcha savollarga javob berishga harakat qilaylik. Bu navbatdagi ovoz chatlarimizda ham bu davom etadi, lekin o'sha ro'yxatdan o'tish bilan bog'liq bo'lgan barcha savollarga imkon doirasida javob berishga harakat qilamiz. Jalol aka, hozir izohlarni qarab chiqyapman, savollarni. Bu yerda bitta yangi ko'rgan savolim, yuridik texnikumni bitirdim. Adliya vazirligining 705 qarori bo'yicha texnikum bitiruvchilar suhbat asosida yuridik universitetga kirishi mumkin edi. Biz tayyorlanyapmiz, lekin bu qaror bekor qilindi deyishyapti. Shu bo'yicha ma'lumot bersangiz deb so'rayapti. Endi bu qaror bekor qilinganmi yo'qmi, to'g'risi ma'lumotga ega emasman. Lekin bitta hujjat chiqqandi, prezident farmoni bilan barcha texnikumlar Oliy ta'lim vazirligini tasarrufiga o'tkazilgandi. O'zi umuman yuridik texnikumlardan tashqari ham umumiy texnikumlarni bitiruvchilarini o'sha a'lo bahoga tugatgan bo'lsa, suhbat asosida oliy ta'lim muassasasiga o'qishga kirish bo'yicha qonunchilik hujjati bor edi. Demak, shu toifadagi savollarga umumlashtirib aytishimiz mumkin. Abituriyentlarimiz agar texnikumlarni bitiruvchisi bo'lsa, shu suhbat asosida o'qishga kirish bo'yicha ma'lumot oladigan bo'lsa, bu bo'yicha agentlik shug'ullanmaydi. Bevosita oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligiga murojaat qilib, ulardan javob olish mumkin. Shuni aytib o'tib ketmoqchi edim. Yana qanday savollar bor? Mana maktabni tugatmasdan hujjat topshirish bo'yicha ham juda ko'p savollar bor. Jalolbek aka, o'sha 9-sinf, 10-sinf. Albatta, bu bo'yicha Habibul aka, ya'ni men 9-sinfman, 10-sinfman, hozir ro'yxatdan o'tdim, o'tolmadim, topshirmoqchiman degan savollar bergan. Bu nimaga ro'yxatdan o'tib bo'lmayapti? Shu savollarga bir aniqlik kiritib ketsangiz, nima qilishim kerak? Aloqadamiz Habibul aka. Demak, o'sha maktabni bitirmagan demak, o'quvchilarimiz ro'yxatdan o'tish jarayonida biz Xalq ta'limi vazirligini tegishli tizimlari bilan integratsiya qilganmiz. Demak, integratsiyada ma'lumot o'sha bitirmagan hali, ya'ni jarayonda o'qimoqda degan status keladigan bo'lsa, abituriyentlarimiz hujjat topshira olmaydi, chunki oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish uchun 393 o'sha Vazirlar Mahkamasining qarori bor. Mazkur qarorda o'sha umumta'lim olganlik to'g'risidagi hujjat talab etiladi. Ya'ni bu 11-sinf bo'lishi mumkin, akademik litsey, umuman o'sha umumta'lim darajasini tugatgan bo'lishi kerak, belgilab berilgan. Shu qarorga asosan umumta'lim hujjatiga ega bo'lmagan, ya'ni o'qish jarayonidagi 10-sinf, 9-sinfda o'qiyotgan abituriyentlarimiz oliy ta'lim muassasalariga hujjat topshira olmaydi. Bu tizimda biz o'sha
chiqarib qo'yganmiz. Siz nima uchun hujjat topshira olmasligini. Bo'ldi. Rahmat kattakon. Umumiy holatda yana shu savollar, yuqoridagi savollar kelyapti. Ya'ni bu yerda biz kasb-hunar kollejini o'qiyapmiz, hali diplomimiz berilmadi, qanday ro'yxatdan o'tamiz degan savollar juda ko'pchilikni qiziqtirayotgan ekan. Shu savolga umumiy holatda siz aynan bitirishingiz yoki bitirishingiz imtihonini kutib, yakuniy imtihondan so'ng o'tishingiz shart emas. Ya'ni sizni ma'lumotlaringiz avtomatik tarzda bizni bazaga integratsiya qilingan, o'sha bo'yicha siz to'liq ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Agar chiqmayotgan bo'lsa, ro'yxatdan o'tganingizda eski yillarni belgilamang, chunki sizda hozir ko'pchilik aytadi-da, mabodo chiqmagan bo'lsa 2024-yilda belgilab qo'ysang bo'ladi. 2024-yilni belgilaganingizda siz to'liq to'lashga o'tib ketasiz va to'lovni to'laganingizdan so'ng sizda ayrim noqulayliklar, tushunmovchiliklar kelib chiqishi mumkin. Shuning uchun siz kabinetda ro'yxatdan o'tayotganingizda albatta o'sha yuqorida Jahongir ham bir necha bor takrorlab o'tdi. Kabinetda yangilash knopkasini bosib ko'ring. Yangilash knopkasida ma'lumotlarni yana bir imtiyozlarni bir ko'rib olasiz. O'sha yangilash knopkasidan so'ng sizning ma'lumotingiz kelmayotgan bo'lsa, demak siz joriy yil bitiruvchi sifatida bizga bazaga berilmagansiz, o'sha bitirayotgan muassasangizdan so'rang. Siz aynan imtihonni topshirishingiz yoki diplomni olishingiz, kutib o'tirishingiz shart emas. Ungacha ro'yxatdan o'tish tugab qolishi mumkin. Yana bir savollarimiz bo'lsa, marhamat. Savollarning ichida Jalol aka yana yuqorida takrorlanmagan ikkita savol ko'rdim. Bittasi ijodiy imtihon topshiradiganlar ham 5 ta oliy ta'lim muassasasini tanlashi mumkinmi degan savol mavjud. Va yana bitta savol ko'rgandim. O'sha fanlar majmuasida chet tili bo'ladigan bo'lsa, chet tilini istalgan tilda topshirish mumkinmi? Misol uchun turk tilidan topshirsak bo'ladimi degan savol. Birinchi savol to'g'ri, yaxshi savol. Birinchi savolga Habibull aka, ijodiy imtihon topshiradiganlar ham 5 ta oliy ta'lim muassasasini tanlashi mumkinmi? Albatta, bu o'sha o'tgan yilgi tajribada bor. Ya'niki bu yerda ijodiy imtihon topshiradigan bir misol tariqasida tushuntiradigan bo'lsam osonroq bo'ladi. Deylik, o'sha jismoniy madaniyat sport, o'sha jismoniy madaniyat yo'nalishiga hujjat topshirgan bo'lsa, bu yerda ya'ni ikkita fanlar majmuasi ham to'liq ijodiy bo'ladi va 3 ta majburiy fanlardan imtihon test topshiradi. Aynan mana shu mazkur yo'nalish bir nechta oliy ta'lim muassasasining yoki bitta oliy ta'lim muassasasining bir nechta ta'lim shaklida qabul kvotalari belgilangan bo'lsa, nomzodimiz o'sha bir nechta aynan mana shu yo'nalishga tanlashi mumkin bo'ladi. Aynan o'sha yo'nalishga, ya'niki bu yerda o'sha yo'nalish muhim, ya'ni kasbiy ijodiy imtihonda o'sha deylik, u jismoniy madaniyat sport faoliyatini qaysidir yo'nalishga o'tmasligi mumkin, lekin aynan mana shu yo'nalishni o'ziga 5 tagacha turli ta'lim shaklidagi bitta oliy ta'lim muassasasini yoki bir nechta oliy ta'lim muassasasini turli ta'lim shakllariga tanlagan holda o'tishlari mumkin bo'ladi. Mumkinmi Habibull aka ozgina qo'shimcha qilib ketsam, agar nima qilsa yana ham to'g'rilash. Bemalol Jamshidbek, rahmat. Ana abituriyentlarimiz qanday turdagi imtihon topshirishdan qat'iy nazar 5 tagacha oliy ta'lim muassasasini tanlashi mumkin. Oldinlari kasb ijodiy imtihon o'tkaziladigan yo'nalishga topshirgan, kasb ijodiy imtihon topshiradigan abituriyentlarimiz faqatgina bittani tanlardi. 2024-yildan boshlab ularga ham 5 tagacha oliy ta'lim muassasasini tanlash imkoniyati berildi. Faqat farq mavjud. Farq shundan iboratki, faqat test sinovi topshiradigan abituriyentlarda fanlarni ketma-ketligi muhim. Yo'nalish muhim emas. Aytaylik, abituriyentimiz mana hozir fanlar majmuasini aniqlash uchun biologiya deb tanlayotgan, biologiya yo'nalishini tanlab turib, fanlarda birinchisi biologiya, ikkinchisini kimyoni aniqlab olayotgan bo'lsa, ular test sinovida qatnashgandan keyin aynan biologiya yo'nalishini tanlashga majbur emas. Ya'ni o'zi umuman bu yerda abituriyent yo'nalish tanlamayapti, faqat fanlarni aniqlab olyapti xolos. Keyingi boshda ular bemalol davolash, pediatriya ishi qilib yo'nalishlarni tanlab ketsa bo'ladi 5 tagacha. Kasbiy ijodiy imtihon topshiradigan abituriyentlarda esa, demak, mutaxassislik fanlarida fanlar majmuasi ketma-ketligi degan narsa yo'q. Ular o'zidan kasbiy ijodiy imtihon topshiradi va o'sha kasbiy ijodiy imtihon shu bu yerda ro'yxatdan o'tayotganda ular yo'nalish tanlayapti. Shu yo'nalishga qotirilgan bo'ladi.
ya'ni keyingi bosqichda ham o'sha 5 ta oliy ta'lim muassasasini tanlayotganda shu yo'nalish qotadi, uni o'zgartirishni iloji yo'q. Lekin shu yo'nalish bir nechta oliy ta'lim muassasalarida bo'ladigan bo'lsa, o'sha ular bir nechta oliy ta'lim muassasalarida agar ikkitasida mavjud bo'lsa, ikkitasini, uchtasida mavjud bo'lsa, uchtasini, beshtasida mavjud bo'lsa, beshtasini tanlashi mumkin. Agar bir 20 ta oliy ta'lim muassasasida bo'ladigan bo'lsa, o'sha 20 ta oliy ta'lim muassasasining ichidan o'ziga ma'qul 5 tasini tanlab olsa bo'ladi. Adashmayotgan bo'lsam, umumiy qoida shunaqa edi, Qabul aka. Xuddi shunday, Jamshidbek. Endi bu yerda ta'lim shaklida ham, misol uchun, kunduzgi bilan kechgina bitta oliy ta'lim muassasasida ham tanlashlari mumkin bo'ladi agar kvota berilsa. Ikkinchi savol ham bor edi Jamshidbek, adashmasak. Yuqorida ham aytib o'tdik, yana bir aytib o'tamiz. Chet tili fanlar majmuasiga e'tiborli bo'lasiz. Agar fanlar majmuasida chet tili yozilgan bo'lsa, siz 16 ta xorijiy tildan birida sertifikatingizni foydalanishingiz, yuklashingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda o'sha xorijiy tillar bo'yicha sertifikatlar Oliy ta'lim fan innovatsiyalar vazirligini va Maktabgacha maktab ta'limi vazirligi o'rtasida qaror bor. 35-15 sonli qaror deyiladi. Bu sertifikatlarni qo'llanishi hamda Vazirlar Mahkamasining 395-sonli qarorlari bor. Mana shu qarorda keltirilgan sertifikatlar ro'yxati bor. Bu ro'yxat asosida siz sertifikatlaringizni yuklashingiz bo'ladi. Faqat bitta narsaga e'tibor qiling. Fanlar majmuasida aynan ingliz, nemis, fransuz tilida yozilgan bo'lsa, bunda boshqa yo'nalishni tanlay olmaysiz. Ya'ni iqtisod yo'nalishida, o'sha savolda shunaqa edi. Iqtisod yo'nalishida o'sha matematika bilan chet tilini tanlasam, chet tilidan, misol uchun, fors tilini belgilasam bo'ladimi degan narsa bor. Bunaqa cheklov yo'q. Ya'ni siz o'sha chet tiliga aynan fors tili sertifikatingizni yuklashingiz mumkin. Bu yerda o'sha sizga belgilangan fandan o'sha ozod qiladi, chet tili fanidan ozod qiladi. Chet tili yo'nalishida 16 til bo'yicha sertifikatlarni yuklashingiz yoki misol shu imtiyozlardan foydalanishingiz mumkin. Bunaqa cheklov yo'q. Cheklov yuqorida aytganimdek faqat uchta ingliz, nemis, fransuz tillari bo'yicha bo'ladi. Marhamat, savollar yana bo'lsa, savol beruvchi talabgorlarimiz kutib qoldi, ayrimlari turibdi. Marhamat, mikrofonni ochib savolingizni berishingiz mumkin. Qo'shimcha savollar bormi? Jamshidbek, Habibulla aka, kim mas'ullarimizni? Izohlarni qarab chiqyapmiz, Jalol aka. Endi juda ko'p abituriyentlarimiz takroriy holat. Takror bo'lganda ham bir qiynayotgan narsa, xabar juda ham ko'pda, uni o'qiyapmiz, o'sha eski savol bo'lib chiqyapti. Ya'ni ajratib olishni o'zi ham qiynayapti. Hatto 5 minut oldin javob bergan o'sha B1 o'tmaydi deb yuqorida aytib ketdik, yana qayta B1 o'tadimi degan savollar. Bilmayman, abituriyentlarimiz berilgan javobni emas, o'zi xohlagan javobni eshitmoqchi bo'lyaptimi yo e'tibor bermasdan hamma kirib to'g'ri kelgan narsani yozishga harakat qilyaptimi? Balkim o'sha kechroq kirgan bo'lishi ham mumkin o'shani hisobiga. Keyin Jamshidbek, yana bitta narsani agar aytib o'tib ketsangiz yaxshiroq bo'lardi. Qabulda bizga ham ko'p savol berishyapti. Magistraturani qabuli qachon, akademik litseylardagi, keyin kasb-hunar maktab. Umuman shu to'g'risida ham bir umumiy bitta tushuncha berib ketsangiz yaxshi bo'lardi. O'sha biz aynan qaysi o'sha nimaga, ya'ni qaysi ta'lim shakliga, bakalavr, magistratura, shularning qaysi biriga biz hujjat qabul qilamiz, shularni ham umumiy bitta tushuntirib bersangiz yaxshi bo'lardi. Ya'ni boshqa o'sha magistraturada kimga murojaat qilish kerak, abituriyentlarimiz shu bo'yicha ham bizga ko'p savol tushyapti. Umumiy qilib bitta tushuntirib ketsangiz zo'r bo'lardi. Rahmat, Habibulla aka. Demak, qabulni ko'rib chiqadigan bo'lsak, hozir mana 5-iyundan 25-iyunga qadar oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga ro'yxatga olishni birinchi bosqichi ketyapti. Bu Bilim va malakalarni baholash agentligini may.uzbmb.uz sayti orqali amalga oshirilyapti. Qo'shimcha tarzda may.gov.uz sayti orqali ham bu xizmatdan foydalanish mumkin, lekin asosiy sayt bu may.uzbmb.uz sayti. Undan tashqari mana hozir Habibulla aka ta'kidladi, magistraturaga qabul ham mavjud. Bu amaldagi qonunchilik hujjatlarida 1-yildan 30-iyulga qadar amalga oshirish ko'rsatilgan. Bu bevosita Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan amalga oshiriladi. Demak, abituriyentlarimiz magistraturani qabuli bo'yicha murojaat qilmoqchi bo'lsa, umuman har qanday savollari bo'ladigan bo'lsa, bu ro'yxatga olish muddatlari, sertifikatlarni qo'llanishi, ularning tekshirilishi, umuman saralash qanday bo'lishi, umuman magistraturaga har qanday savolli bo'ladigan bo'lsa,
Oliy ta'lim vazirligiga murojaat qilish kerak. Bu jarayonda agentlik ishtirok etmaydi. Endi akademik litseylarga qabul bo'yicha ham ro'yxatga to'g'ri test sinovlari agentlik tomonidan o'tkaziladi, lekin talabgorlarni ro'yxatga olish Oliy ta'lim vazirligi tomonidan amalga oshiriladi. Shuning uchun bo'yicha ham agar talabgorlarimizda ro'yxatdan o'tish bo'yicha savol bo'ladigan bo'lsa, muddatlari yoki sayti yoki boshqa masalalar bo'yicha vazirlikka murojaat qilishlari kerak. Rahmat. Rahmat kattakon barcha talabgorlarimizga, mas'ullarga so'ng so'z o'rnida so'z beramiz. Agar qo'shimchalar bo'ladigan bo'lsa, chunki mana 1,5 soatdan oshiq vaqtroq o'tdi. Biz talabgorlar savollariga qayta javob berdik. Boshidan yana bir eshitib chiqsangiz, balkim kimdir keyinroq kirgan bo'lsa, men savolimni bera olmay qoldim degan narsa bo'lmasin. Audio faylda eshitib chiqsangiz, boshidan boshlab o'sha qisqa savollar davrida savollarni imkon doirasida berdik. Bu ovoz chatlarimizdan buyog'iga tizimli ravishda yana davom etib boradi. Agar kimda qo'shimcha ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, e'lon qilish zarurati tufayli kerak degan, abituriyentlarimiz buni bilishi shart degan ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, mas'ullarimizdan iltimos qilardik. Bu ma'lumotlarni aytib o'tishlarini. Agar qo'shimchalar bo'lmasa, barcha abituriyentlarimizga omad tilaymiz. Avvalambor o'sha ro'yxatdan o'tishda to'g'ri fanlar majmuasini tanlagan holda siz hozir o'sha yo'nalish tanlamayapsiz, siz fanlar majmuasini tanlayapsiz. Buni unutmang va sertifikatlar, imtiyozlar barchasi kabinetda keltirilgan. Qanaqadir texnik xatolik bo'lib yoki ko'rinmayotgan bo'lsa, albatta yangilash knopkasidan foydalanib ko'ring. Imtiyozlar bo'yicha sizga imtiyoz bergan tashkilot bilan bog'lanib ko'ring. Yoki bo'lmasa o'sha sertifikatlar bo'yicha tekshirilmoqda degan bo'lsa yoki imtiyozni qaysi biridir tekshirilmoqda desa, bu bo'yicha biz albatta aniqlik kiritib, tekshiruv yakunlangandan so'ng beramiz. Umuman barcha abituriyentlarimizga dastlabki bosqichda to'g'ri tanlovni amalga oshirib, fanlar majmuasini to'g'ri tanlagan holda keyingi bosqichda test sinovlarini topshirishlariga umid qilib qolamiz. Menda yakuni bo'yicha shu. Rahmat kattakon barchaga. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Marhamat, boshqa mas'ullarimizda so'ng so'z o'rnida. Shu bilan yakunlanadi. Ruxsat bersanglar, men bitta narsani iltimos qilmoqchiman abituriyentlardan. Demak, yuqorida qayta ta'kidladik, abituriyentlarni ro'yxatga olishni birinchi bosqichi 25-iyunda yakunlanadi. Demak, bu 25-iyun ham kiradi. Agar bugun 20-iyun ekanini inobatga olsak, bugundan tashqari yana 5 kun qolyapti abituriyentlarda. Men iltimos qilib so'ramoqchiman hamma abituriyentlardan. Iltimos, o'sha ro'yxatdan o'tish uchun eng oxirgi kunni kutmang, ya'ni 25-iyunni. Hozirdan ro'yxatdan o'tib qo'ying. Sizda hech qanday cheklov mavjud emas. O'sha fanlarni tanlash bo'yicha ham yoki boshqa ma'lumotlaringizni o'zgartirish bo'yicha ham siz istalgancha buni o'zgartirishingiz mumkin. Hatto to'lovni amalga oshirgan bo'lsangiz ham, yuqorida bu narsaga javob bergan bo'lsam, yana ta'kidlamoqchiman, siz o'sha birinchi, ikkinchi mutaxassislik fanini tanlab, to'lovni amalga oshirgandan keyin ham bemalol ma'lumotlaringizni o'zgartirsangiz bo'ladi. Shuning uchun sizlardan imkon boricha tezroq ro'yxatdan o'tib, agar siz to'lov qiladigan toifada bo'ladigan bo'lsangiz, to'lovingizni qilib qo'ying. 25-kuni kechqurun 23:59 ga qadar bemalol ma'lumotlaringizni o'zgartirsangiz bo'ladi. Sizda bu imkoniyat saqlanib qoladi. Siz albatta oxirida ro'yxatdan o'tib, oxirida to'lovni qilishingiz shart emas. O'sha to'lovga nisbatan ham abituriyentlarimizda shunday holat bo'lishi mumkin. Ro'yxatdan o'tishda oxirgi kunni kutib, o'sha kuni to'lov qilaman deganda, deylik, plastikda pul topa olmasligi mumkin. Naqd pul bilan to'lov qiladigan bo'lsa, bankka borish kerak bo'lib qoladi. Bankka borish, bank bilamiz, u faqatgina ish vaqtida ishlaydi, dam olish kunlari yoki ish vaqtidan keyin ishlamaydi. Shunga o'xshash qandaydir kichik bir muammolarga duch kelmaslik uchun hammadan iltimos qilib so'raymiz. Imkon darajasida tezroq ro'yxatdan o'tib qo'ying. Va xalqaro sertifikatlar masalasida ham mana ko'pchilik noto'g'ri talqin qilishgacha boribdi. Biz agentlik tomonidan boshdan iltimos qilgandikki, agar sizda xalqaro sertifikat bo'ladigan bo'lsa, iltimos 20-iyunga qadar yuklang, ularni tekshirish ma'lum vaqt oladi. Uni o'ziga yarasha mexanizmi bor. Har bitta xalqaro sertifikatni tekshirish alohida yo'nalish, ularni har birini mexanizmi farq qiladi deb aytgandik. Lekin ayrimlar buni 20-dan keyin tekshirilmas ekan degan talqingacha bo'lgan. Ya'ni bu yerda tekshirilmaydi emas, tekshiriladi albatta, lekin bu degani albatta 25-kuni oxirida yuklash kerak degani emas. Agar siz qo'lingizda xalqaro sertifikat turgan bo'lsa,
uni hozir yuklab qo'ying. Hozir siz sertifikatingizni tekshirib berishsin va siz o'sha tegishli tartibda fanlarni tanlab oling. Agar siz sertifikat yuklamasangiz, birinchi fanni chet til sifatida tanlay olmaysiz. Agar siz 25-kuni o'sha 20-59ga taqab yuklaydigan bo'lsangiz, o'zingizning sertifikatingizda qandaydir kamchilik bo'lib, отказ qilinadigan bo'lsa, siz topshira olmay qolishingiz mumkin. Shunga o'xshagan bir qator holatlardan kelib chiqqan holda abituriyentlardan o'sha so'nggi kunlarni, so'nggi soatlarni kutmasdan barcha ma'lumotlarni, o'sha xalqaro sertifikatlarni yuklash bo'ladimi, ro'yxatdan o'tish bo'ladimi, agar to'lov qiladigan toifa bo'ladigan bo'lsa, to'lov qilish bo'ladimi, hammasini oldindan amalga oshirib qo'ying va faqatgina o'zingizni bilimingizga ishoning. Menda shu, hammaga rahmat. Hop, rahmat kattakon. Agar boshqa mas'ullarimizda so'ng so'z o'rnida bo'lmasa, barchaga sog' salomatlik tilaymiz. Yana bir bor uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.